Porloqlik, ranglar va dizaynlar, ko'nglingizni lol qoldiradigan go'zallik, haqiqiy qimmatbaho toshlar, qimmatbaho kumush o'ramida. Har bir ayolning orzusi. Undan yaxshirog'i nima ham bo'lishi mumkin? Faqatgina ushbu nafis hashamatga maxsus eksklyuziv takliflar, ajoyib narxlarda haqiqiy zargarlik durdonasiga ega bo'lish imkoniyatini qo'ldan boy bermang. Efirlarimizni kuzatib boring. Tez kunda. Assalomu alaykum, barchaga xayrli kun. Efirda Zargar Shop, studiyada boshlovchingiz Feruza Begaliyeva. Yaqin soatlarda sizlarga kumushlar kolleksiyasini taqdim qilamiz. 3 xil eng chiroyli taqinchoqlar ketma-ketlik bo'ladi. 3 xil tabiiy toshlar bo'ladi bugun bizda va hammasini mazza qilib xarid qilib olsangiz bo'ladi. 3 xil emas, hattoki 4 xil ekan. Hurmatli teletomoshabinlar, hoziroq qo'ng'iroq qilishni boshlang. Biz esa taqdimotni boshlaymiz. Demak, bizda birinchi urg'u beradigan toshimiz, bilasizmi, 4000 yillik tarixga ega bo'lgan malahit haqida sizlarga ma'lumot beraman. Yevropaning eng qadimgi konlari. Asosiy qazilma ishlari Uelsdagi Great Orm konida olib borilgan. Bu dunyodagi eng yirik tarixdan oldingi mis konlaridan biri hisoblanadi. Tasavvur qilyapsizmi? Uni bronza davridayoq bundan 3800 yil avval kovlashni boshlashgan ekan. Ayol kishi malahitdan yasalgan taqinchoqni taqqanida u so'zning to'g'ridan-to'g'ri ma'nosida insoniyatning sivilizatsiya tarixi bilan yuzlashadi. Tasavvur qiling, o'sha aura, o'sha energiya, o'sha atmosfera sizni qo'llaringizda yoki bo'lmasa bo'yningizda yoki quloqlaringizdan o'rin egallaydi. Endi Britaniya eksklyuzivi haqida gaplashmoqchiman sizlar bilan. Ural yoki Afrika malahitidan farqli o'laroq Britaniya namunalari bugungi kunda juda noyob hisoblanadi. Wales va Cornwalldagi shaxtalar bugungi aynan sanoat qazilmalari uchun butunlay yopilgan. Ya'ni hozirgi kunda u yerdan malahitlar qazib olinmayapti. Biz efirda taklif qilayotgan malahitlar esa cheklangan zaxiralar, ya'ni kolleksiya darajasidagi toshlar hisoblanadi. Mana siz olsangiz, misol uchun siz cheklangan miqdordagi malahitdan taqinchoq olgan bo'lasiz. Aytgancha, bilasiz, Peterburgda Ermitaj muzeyi bor. O'sha muzeydagi ustunlar, o'sha muzeydagi bitta katta xona aynan malahitdan yasalgan. Mana buni qarang, bu yerdagi o'sha stol, o'sha yerdagi mana kaminni atrofi, keyin mana ustunchalar, maxsus guldonlar, qarang, qanaqangi bir statuetkalar ko'ryapsizmi? Shunaqangi bir guldonlar borki, mana qarang, kolleksiya darajasida eksklyuziv, mana ko'ryapsizmi? Stolni yuza qatlamini qarang, qanaqa aynan o'sha malahitdan ishlangan, ko'ryapsiz-a? Demak, muzeylarda uchratishingiz mumkin. Oldingi zamonlarda o'sha xon saroylarida, aynan o'sha deylik, qirol saroylarini ham eshiklarini, ustunlarini o'sha malahitlar albatta bezagan. Hatto futbol bo'yicha jahon chempionati kubogi ham aynan mana shu yashil malahit toshi bilan bezatilgan. Biz esa fursatdan foydalanib O'zbekiston milliy terma jamoasiga mana shu nufuzli kubokni qo'lga kiritishini va yurtimizga olib kelishini chin dildan tilab qolgan bo'lardik. Tasavvur qilyapsizmi, O'zbekistonga kirib kelsa mana shu kubok bilan bizni futbolchilarimiz haqiqiy bayram bo'lib ketgan bo'lardi. Ularga omad tilab qolamiz va biz davom etamiz. Qarang, ahamiyat bering, kubokni pastki tomonidagi malahit ikkita qator, ya'ni bu yerda lentasimon qilib atrof bilan bezab chiqilgan, juda chiroyli. Qarang, mana shu rangni o'zi ham kubokka qaysidir ma'noda timsol sifatida ishlatilgan, ya'ni yashillik. Bu birinchidan bu stadionning yashil o'tlari, ikkinchidan omad, zafar va umuman olganda qaysidir ma'noda juda ham bir foydali tosh sifatida bekorga qo'llanilmagan. Demak, 55 kodi bilan 520-20-33 raqamlarga qo'ng'iroq qilib bizni malahitlarimizga qiziqishni boshlang. Biz esa yana ma'lumotlarda sizlarga davom etamiz. Keling, birinchi lotni olib olaman. Mana buni qarang. Malahit shunaqangi bir shohona toshki, juda ham chiroyli yorqin yashil rangda bo'ladi-da va har birini mana rasmi bor-ku, surati, chiziqlari bor-u, unikal bo'ladi. Mana masalan, opa-singillar bir xil uzuk olsangiz, bir xil uzukni chiziqchalari ikki xil bo'ladi. Ya'ni hech bir izi, hech bir guli, hech bir naqshlari, hech bir chiziqchalari takrorlanmas bo'ladi. Ya'ni har bir ayolda eksklyuziv bo'ladi. Voy, mana buni qarang. Mana buni chiroyliligini qarang. Go'zalligini qarang, hurmatli teletomoshabinlar. Malahit bu ko'zgu tosh. Litoterapiyada hisoblanishicha malahit o'z egasini ichki holatini aks ettirar ekan. Ya'ni bu nima degani? Agar ayol baxtli bo'lsa, tosh porlaydi. Agar xafa bo'lsa, yig'lasa, u xiralashib qolar ekan. Tasavvur qiling,
Bu sizni energiyangiz toshi hisoblanadi. Aytgancha, narxlarni solishtiramiz. Shu kabi uzuk, lekin bizning uzugimiz chiroyliroq, Tiffany & Co brendi ostida yasalgan malahitdan 1435 AQSh dollari. Tasavvur qilyapsizmi? 1435 AQSh dollariga chegirmada. Chegirmasiz esa 1595 ni tashkil qilar ekan. Bizni malahitni qarang. To'q yashildan och yashilga qarab ketgan va chiziqchalari bor. Malahit bu yerda 424 karat, kumush esa 5,5 ni tashkil qilyapti. Yana bitta solishtirish, xuddi shunaqa uzuk 899 AQSh dollarini tashkil qilar ekan. Tasavvur qilyapsizmi? Bizda esa aynan kumush ustiga tilla qoplangan, markaziga malahit toshi o'rnatilgan va uning narxi qancha bo'lishini birozdan keyin bilib olasiz. Men esa sizga aynan bular haqida ma'lumot berishda davom etaman. Bilasizmi? Bu tosh sizni kayfiyatingizni ko'rsatuvchi sodiq indikatorga aylanadi. U sizga o'rganadi, sizni sevadi va siz bilan birga o'zgaradi. Kayfiyatingiz yomon bo'lsa, tushkunlikka tushsangiz xiralashadi, kayfiyatingiz zo'r bo'lsa esa porlaydi. Xo'sh, 999 ming so'm chegirma bo'lib o'tdi va bu juda ham zo'r narx deb ayta olaman. Bu yerda kumush qalin, ustiga tilla qoplangan va plus ustiga malahit tosh o'rnatilgan. Bizga qo'ng'iroq qilganingizda 55 kodi bilan 520 20 30 raqamlarini terganingizda KG201 kodini albatta ayting. Mana shu uzukni sotib olib, unikal uzuk egasiga aylaning. Endi O'zbekistonda yashil rang bilasiz, hayot, yoshlik, gullab yashnash ramzi hisoblanadi. Britaniya malahiti bu oltin bilan mukammal uyg'unlashtirilgan va sizga o'sha hayot ramzini belgilab beradi va sizni o'sha egasini o'sha oliy maqomini, masalan, sizni oliy maqomingizni ko'rsatib turadigan qirollik yashil rangi esa aynan sizni statusingizni belgilab beradigan rangga aylanadi. Uzukni o'zini ham qarang, qanaqa chiroyli klassik uslubida ishlangan. 799 ming so'm chegirma bo'ldi va bu ideal narx. Britaniyani malahiti uchun, eksklyuziv malahit uchun, cheklangan malahit uchun bu ideal narx deb ayta olaman. Bunaqasini hech qayerdan topa olmaysiz. Afrika malahiti bu boshqa sifat, boshqacha rang va boshqacha umuman olganda ichki o'sha deylik ichki ranglar deyishimiz mumkin. Lekin Britaniyani malahiti o'zini o'sha tabiiy chiroyli yam-yashil rangi bilan, o'zini chiroyli mana bunaqangi chiziqli naqshlari bilan ajralib turadi. Endi yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Buyuk Britaniyani afsonaviy konlardan keltirilgan malahit 4000 yil avval tug'ilgan. Tasavvur qiling, bu 4000 yil avval degani bizni ota-bobolarimizdan ham katta degani. Tasavvur qiling, siz qanaqangi bir tarix bilan yuzlashasiz bu uzukni taqqaningizda. Endi millionlab yillar davomida yer qa'rida tomchi bo'lib bittalab naqshlar holatida yaratilgan bu tosh qanaqangi kuchli energiyaga ega bo'lishini tasavvur qilyapsizmi? Endi sizni qo'llaringizda porlaydi va muzlab qolgan vaqtni o'zi hisoblanadi. Tasavvur qiling, 4000 yillik vaqt muzlab qolib va sizni qo'lingizda jonlanyapti. Bunaqangi bir, bilmadim, super energiyaga xos bo'lgan toshni faqat bizdan topa olasiz va bu malahit toshi. Aytgancha, malahitni nafaqat Tiffany & Co kompaniyasi, balki o'sha Bulgari brendi ham hattoki o'zini hayratlanarli taqinchoqlarda, soatlarida foydalangan va qimmat narxlarga sotganligini guvohi bo'lishimiz mumkin. Mana ijtimoiy tarmoqlardagi turli xildagi narxlarni ko'rib, yoki Van Cleef'ni ham malahitdan ishlangan afsonaviy Alhambra, ya'ni omad keltiruvchi to'rtburchak barg kolleksiyasi eng katta defitsit hisoblanadi va Parijdagi butiklarda shu taqinchoqlar uchun odamlar navbatda turar ekan. Ayollar navbatga turar ekan. Ya'ni 17, 27, 35 yoki 1720 bo'lib navbatda turar ekan va navbati kelganida 2 yilda keladimi, navbati 3 yilda keladimi, sotib olar ekan. Demak, 799 ming so'mga sotib olishga ulguring. Biz ma'lumotlar berishda davom etamiz va shu jumladan ikkinchi lotga o'tamiz. Voy! Mana buni qarang. Haqiqiy kumushdan ustiga tilla qoplangan, markazida malahit toshidan bezak berilgan eksklyuziv uzugimizga navbat yetib keldi. Bu uzugimiz ham yasalish jarayoni juda qiziqarli kechgan. Bu yerda kabashon uslubida qiralangan toshni ko'rishingiz mumkin. Shakli oval, chiziqlarini qarang. Och yashil, to'q yashil. Voy, qirolichalarga xos bo'lgan uzuk ekan o'zi ham. 925 probaga ega bizdagi kumush taqinchoqlar davlat asillik darajasini belgilash palatasi tomonidan probalangan. Bizning mahsulotlarimiz haqiqiy kumushdan yasalgan va bu kumush sizga o'zini kumush bo'lgani uchun ham foydasini beradi va malahit bilan kumush qo'shilganda ularning foydaliligi xususiyati 2 barobar ortadi. Endi, hurmatli teletomoshabinlar,
yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Cartier malakitni o'zini eng qimmat kolleksiyalarida ishlatgan va aynan o'sha sariq oltin, pushti oltinlardan ham kolleksiyalar ishlab chiqarganda odamlar tanlash qilib olgan ekan. Bu uzugimizni boshlang'ich narxiga e'tibor qaratamiz. 2 million 10 ming so'mda tashkil qilyapti hozir. Bu yerda malakit 271 karat ekan. Bitta yagona chegirma bo'ladi deyaptilar prodyuserimiz. Ko'ramiz. Britaniyani cheklangan miqdordagi malakiti uchun 499 ming so'm. Bu uzukni narxi ideal narx, to'g'risini aytaman, chunki tosh ham katta karatga ega, kumush ham qalingina ishlangan, ustiga tilla qoplangan. Hurmatli teletomoshabinlar, hoziroq qo'ng'iroq qiling, xaridlarni amalga oshiring. Siz xuddi Parij butiklaridan olgandek ko'rinadigan, lekin O'zbekiston uchun juda ham yomon bo'lgan uzukni olyapsiz. Ya'ni misol uchun buni Parijdan yerim olib kelib berdilar, turmush o'rtog'im olib kelib berdilar desangiz ham ishonadigan darajada juda chiroyli yasalgan, ko'ryapsiz-a? Ankit biz uchun Buyuk Britaniyadan eng yaxshi narxlarda haqiqiy kolleksiya darajasidagi toshlarni topib, yasab jo'natganlar va biz ularga rahmat deyapmiz-da, sizga taklif qilyapmiz. Boya Bulgari haqida aytib o'tdim, keling solishtiramiz. Mana Bulgari o'zini soatlarida malakitni qo'llaydi. Mana soatning ichida malakit toshi o'rnatilgan, ko'ryapsiz-a? Narxini ko'ramiz. 42.800 dollar. Voy dod. 42.800 dollar tasavvur qilyapsizmi? Bu qancha bo'ladi? Endi Cartier misol keltiraman. Boya aytib o'tganimdek, mana Cartierni kolleksiyalari ham mana 6400 AQSh dollari, uzugimiz marjon, u ham 6400 AQSh dollarida. Ko'ryapsiz-a? Bilak uzuk 2440 AQSh dollari adashmasam, agar noto'g'ri ko'rmayotgan bo'lsam, ko'ryapsiz-a? Birorta bir 500-600 AQSh dollarli narsa yo'q u yerda, hammasi 2000 dan yuqori. Ya'ni biz sizga 499 ming so'mga haqiqiy cheklangan miqdordagi Britaniya malakitini taklif qilyapmiz. U yerda ham malakit, bu yerda ham malakit. Uni malakitini qayerdan kelganini bilmaymiz, lekin bizni malakit aniq Britaniyadan. Green Orm o'sha konlaridan qazib olingan. Sertifikati bor va sertifikati bilan birgalikda uyingizga jo'natamiz. Tasavvur qilyapsizmi? Kimgadir sovg'aga olsangiz ham voy, haqiqiy malakit ekan deydi yoki malakit haqida ma'lumotni aytib berasiz. Mana qarang. Bu yerda malakit toshi mana Green Ormda shaxtasidan qazib olingan, ko'ryapsiz-a? Kumush og'irligi 273 toshlar, qarata 271. Mana Buyuk Britaniyadan qazib olingan ko'rsatilyapti. Kattaligi 7 ga 9 bir dona avval tarzda qiralangan va kabashon uslubida ustki tomoni bezak berilgan, ko'ryapsiz-a? Ya'ni siliqlangan. 55 kodi bilan 520-20-30 raqamlarga tez qo'ng'iroq qiling. Sertifikati bilan uyingizga jo'natamiz. Sotib olishga ulgurib qoling. Biz esa keyingi lotga o'tamiz. Demak, qirolicha Izoteriyani bu yerda marjonlarini ko'ryapmiz. Malakitdan ishlangan. Voy, mana buni hashamat desa bo'ladi. Voy, mana buni qarang, ziragi, mana bu toji, ha? Ko'ryapsizmi? Malakitdan hattoki qanaqadir bir tasvirli qilib ishlangan. Hozir muzeyda saqlanadi aynan bu, demak, taqinchoqlar, ko'ryapsiz, katta malakitlardan foydalanilgan. Umuman olganda mana ko'ryapsizmi? Oradan necha yil o'tgan bo'lsa ham qarang, rangi o'zgarmagan. Haqiqiy tabiiy toshda, chunki ko'ryapsizmi? Hurmatli teletomoshabinlar, hoziroq qo'ng'iroq qiling, xaridlarni amalga oshiring. Qirolicha Izoteriyani malakitdan umuman olganda to'plami bu tarixdagi eng katta taqinchoqlar hisoblanadi. Eng hayratlanarli zargarlik to'plamlaridan biri hisoblanadi. Malakit o'sha bu yerda bo'rtma naqshli toshlar bilan bezatilgan. Bu yerda koliyani ko'rdik, ziraklar, bilak uzuklarni ko'rdik. U Shvetsiya qirolichasi Desire Claryga, ya'ni Napoleonni sobiq qaylig'iga tegishli bo'lgan. Hozirda u shohona asar Stokgolmdagi o'sha muzeyda saqlanar ekan. Boyaga ko'rsatgan taqinchoqlarimiz Stokgolmdagi muzeyda, eslab qoling. Bu yerda esa aynan bizni bugungi efirimizdagi so'nggi malakit taqinchoq, mana ikkita uzukni ko'rsatdik. Bu ziraklar, xohlasangiz bundan avvalgi uzukka moslab zirakni olsangiz bo'ladi. Bir juft ekan. Eksklyuziv kolleksiyamiz bir juft ekan, tasavvur qiling. 2.341 ming so'm boshlang'ich narxi. Lekin chegirmasi 599 ming so'm. 599 ming so'm. 1 daqiqa vaqtingiz bor. 1 daqiqa ichida tugaydi. Qo'ng'iroqlar esa boshlandi. Barchaga xarid qilishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Hoziroq qo'ng'iroq qiling, xaridlarni amalga oshiring. Malakit may oyini toshi. Biz hozir aynan may oyini toshini namoyish qilyapmiz. Garchi yoz oylarida turgan bo'lsak-da, ya'ni may oyida tug'ilganlar bemalol o'zlariga sotib olsalar bo'ladi. Bu sizni tug'ilgan kuningiz toshi, sizni kuchingiz, sizni go'zalligingiz ramzi hisoblanadi. Umuman olganda malakit mislardan iborat, misdan tarkib topgan bo'lib, aynan rangi shuning uchun ham yam-yashil hisoblanadi va
ikkita bir xil malakitni topish mushkul. Malakitni bo'lganingizda ichidagi tasvirlari bir-biriga umuman o'xshamaydi. Unikal bo'lgani uchun ham sizga mana ko'ryapsizmi, bu yerda tasvir boshqacha, bu yerda tasvir boshqacha. Atrofingizdagilarni, sizni va umuman olganda hammani e'tiborini torta oladigan juda ham chiroyli toshlardan biri hisoblanadi. Shoshiling, qo'ng'iroq qiling, xaridlarni amalga oshiring. Biz esa keyingi lotga o'tamiz. Bu malakit haqidagi so'nggi aynan toshlarimiz, so'nggi ziraklarimiz edi. Sotib olishga ulgurib olasiz degan umiddamiz. Xo'sh, keyingi lotda bizda nima bo'ladi? Voy! Yo'lbars ko'zidan uzuk bo'lar ekan. Hurmatli teletomoshabinlar, qo'ng'iroq qilishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Bu ham juda noyob hisoblanadi. Shoshiling, xaridlarni amalga oshiring. Yo'lbars ko'zi ham o'zini juda ham bir chiroyli jigarrang oltin tusi bilan, o'sha rangini o'ynab turishi bilan, eksklyuzivligi bilan, noodatiyligi bilan ajralib turadigan toshlardan biri desam mubolag'a bo'lmaydi. Ya'ni bunda buqalamun effekti bor. Buqalamun effekti. Ko'ryapsiz-a? Mana optik mo'jiza deyiladi bu zargarlik sanoatida. KG142 mahsulot kodi, yo'lbars ko'zi bu yerda aynan 1.99 karatni tashkil qilar ekan. Kumush grammi esa 1.78 ekan. Boshlang'ich narxi yomon emas, 1.550.000 so'm. Mushuk ko'zi effektini beradigan toshni qimirlatganingizda uni yuzasida yorqin nurli chiziq, xuddi yo'lbars yoki mushukni ko'zi kabi qisqarib, kengayib harakatlanayotgandek ko'rinadi. Mana ko'ryapsiz-a? Qanaqa chiroyli effekti bor. Ilm fanda bu hodisa Shatoyans deb nomlanadi, ya'ni oddiygina mushuk ko'zi effekti deb ataladi. Xo'sh, bu uzugimizga qanaqa chegirmalar beriladi? Nima deb o'ylaysiz? Zo'r chegirmalar bo'ladi va maza qilib sotib olishingiz mumkin. 699.000 so'mga aynan yo'lbars ko'zi uzugimizni sotib olsangiz bo'ladi. Haqiqiy yo'lbars ko'zi toshi bu yerda, hurmatli teletomoshabinlar. Bu tosh tarkibidagi kvarts va asbest tolalarining o'zaro uyg'unligidan hosil bo'ladigan effekt hisoblanadi. Endi bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Tarixda bu jangchilar tumori bo'lgan ekan, ya'ni qadimgi Rim askarlari janglarga kirishdan oldin o'zlari bilan albatta mana shu yo'lbars ko'zi toshini olib yurishgan ekan. Ya'ni bu o'sha qaysidir ma'noda himoya vositasi hisoblangan ekan. Demak, 699.000 so'mga o'zgartirish kiritish niyatidamiz va 399.000 so'mga haqiqiy kumush 925 probaga ega, ustiga tilla qoplangan va haqiqiy yo'lbars ko'zi bilan bezatilgan uzugimiz narxi 399.000 so'm. Bilasizmi? Aynan jangchilar nega buni o'zi bilan olib yurishgan? Jangchilarga jasorat baxsh etadi, qo'rquvni haydaydi, dushmanlarni o'qidan, qilichdan himoya qiladi deb o'sha paytlarda Rim jangchilari juda ham qattiq ishonishgan ekan. Endi sehrli ko'rish qobiliyati, ya'ni sarlavhasi ostida ham ba'zi manbalarda shunaqa yozilgan ekanki, Sharq mifologiyasida bu tosh egasiga vaziyatlarni oldindan ko'ra bilish, intuitsiyani kuchaytirish, xavf-xatarni oldindan sezish, odamlarni asl niyatini anglash instinktini beradi deb hisoblashgan ekan. Qarang, ya'ni bu ham qaysidir ma'noda isbotlanmagan ma'lumot bo'lsa-da, lekin ko'p manbalarda bu narsa keltirilgan. Keyin ramziy ma'nosi kuch, biznesda esa omad keltiradi deb ishonilgan va ko'pchilik biznes egalari aynan mana shu yo'lbars ko'zini o'zi bilan hamroh qilib olishini ham juda ko'p marotaba ta'kidlashgan ekan, ya'ni chet davlatlarda. Endi yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Liderlar toshi deyishadi. Aynan mushuk ko'zi, ya'ni yo'lbars ko'zi toshini nomiga mos ravishda u haqiqiy yo'lbars fe'l atvorini, qat'iyatlilikni, ichki kuchni, diqqatni bir joyga jamlash va dadillikni berar ekan egasiga. Masalan, shubhaga beriluvchan, muhim qaror qabul qilishga qiynaladigan odamlar bo'ladi-ku, aynan shularni qaror qabul qilishga yordam beradigan, qanaqadir bir jasoratini oshiradigan tosh ham hisoblanar ekan. Endi pul magniti ham deyishar ekan. Mana shu joyi qiziq. Masalan, biznes olamida yo'lbars ko'zi omad, moliyaviy barqarorlik keltiruvchi tosh hisoblanar ekan va o'zini egasini noto'g'ri shartnomalar tuzishdan va asossiz xarajatlardan asraydi deb ham yozishar ekan. Bilasizmi, menga juda kerak ekan, chunki asossiz xarajatlarim ko'payib ketadi ba'zida. Shuning uchun ham men ham bu uzukni sotib olib taqsam bo'lar ekan. 55 kodi bilan 520 raqamlarga tez qo'ng'iroq qiling. 399.000 so'mga bizni mana shu uzugimizni oling. Ishoning, afsuslanmaysiz. O'zini energiyasi bilan egasini qaysidir ma'noda jasoratlantiruvchi va pul magniti bo'lgan bu yo'lbars ko'zi toshidan ishlangan uzugimizga xaridor bo'lishingizni juda tavsiya qilgan bo'lardim. 55 kodi bilan 520 raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz. Sertifikati bilan uyingizga jo'natamiz. Sertifikati bor va bizdagi kumush taqinchoqlar esa davlat asirlik darajasini belgilash palatasi tomonidan probalangan 100% tabiiy qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan. Kerak bo'lsa sertifikat bilan uyingizga jo'natamiz va albatta
siz buni kimgadir sovg'a qilsangiz ham, o'zingizga olsangiz ham bundan juda faqatgina xursand bo'lasiz, xaridingizdan mamnun bo'lasiz deb ayta olaman. Mana qarang, qo'llaringizni harakatga keltirganingizda tosh qanaqangi mana to'q qora jigarrangga o'zgardi. Endi esa oltin ranglari yuguryapti. Mana ko'ryapsizmi? U yoqdan bu yoqqa oltin ranglari yuguryapti. Go'yoki o'sha mushuk ko'zi yoki yo'lbars ko'zini effektini berayotgandek. Mushukka ham qarab tursangiz, ko'zi qanaqadir misol uchun yantar rangida bo'ladi, keyin birdaniga qorayib qoladi, bilasizmi? Ko'zlari qorachiqlari kengayadi, qorayib qoladi. Endi men yo'lbarsni yaqindan ko'rmaganman, mushukni ko'rganman. Shuning uchun mushukda sizga misol keltiryapman. Demoqchimanki, aynan xuddi shunaqa, mana ko'ryapsizmi? Mushuk ko'zi yoki yo'lbars ko'zi effektini bu yerda beryapti. KG142 kodini aytasiz, o'zingizga sotib olish uchun 399 ming so'mga olasiz va bizda ta'riflar, sharhlar bor. Mijozlardan kelgan mana kumushlarimizni olishgan va ya'ni rasmda bizga jo'natishgan mana. Juda ko'p sharhlar keladi, turli xil viloyatlardan, turli xil mijozlardan, rahmat, yoqdi menga juda yoqdi deyishadi. Mana bu yerda rahmat deyishyapti. Uzoqdan ko'rmayapman, juda ham mayda. Lekin siz agar sizga ko'rinayotgan bo'lsa, o'qib olishingiz mumkin. Mana hattoki mana bu yerda surat ham jo'natishgan. Bu yerda menimcha tapazdan taqinchoqlarni olishgan, ko'ryapsizmi? Moviy tapazdan taqinchoqlarni olishgan va chiroyli nevaralarga olgan ekanlar. Mana assalomu alaykum hurmatli mijoz. Bu bizni albatta yozganimiz. Demak, yorqin qamashlar ko'zni qamashtirib yuboryapti, rahmat deyapti. Juda ham ko'p sharhlar keladi va har bir taqinchoqlarimizni maqtab yozishadi. Bu esa bizga faqat va faqat nima bo'ladi? Motivatsiya va qanot bag'ishlaydi. 55 kodi bilan 520 raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Bu bizni mushuk ko'zidan ishlangan juda ham chiroyli bo'lgan uzugimiz edi. Ya'ni yo'lbars ko'zidan ishlangan. Biz esa keyingi lotga navbatni beramiz. Ajabo bizda keyingi lot nimalar bo'ladi? Bizda keyingi lot lazuritdan ishlangan marjon bo'lar ekan. Yarim oy va voy, qarang qanaqa chiroyli, eksklyuziv. Uncha chiroyli bu qizlar. Buni olish kerak. Lazuritni osmon kabi chiroyli va betakror tosh deyishadi. Ahamiyat bering bu yerda, qanaqangi chiroyli go'zallik bor. Hoziroq qo'ng'iroq qilib xaridlarni amalga oshirishni boshlashingiz mumkin. Hurmatli teletomoshabinlar, voy! Lazurit o'zini chuqur, jozibali ko'k rangi bilan oldingi zamonlardan buyon hukmdorlar, rassomlar, zargarlarni sevimli toshi bo'lib kelgan. Uni ko'pincha osmon toshi deb atashadi. Nega? Ushbu ajoyib mineral haqida eng muhim qiziqarli ma'lumotlarni hozir sizlarga aytib o'taman. Masalan, tashqi ko'rinishi yulduzli osmon jilosini eslatadi bizga. Rangi to'q ko'k bo'lishi mumkin, indigo rangida, ba'zida siyoh rang tusda ham bo'lar ekan, tabiatda uchrar ekan. Endi oltin zarrachalar, lazuritning ichida oltindek porlab turadigan mayda zarrachalar ko'p uchraydi. Bu nima degani? Bu print aslida aynan qanaqadir zarrachalar emas, ya'ni pirit mineralini parchalari hisoblanar ekan. Endi Kleopatra aynan bu toshni juda ham yaxshi ko'rgan va bilasizmi, o'ziga kolleksiya qildirgan ekan. Aynan mana shu toshlardan keyinchi mana shu lazuritni kukunlaridan bilasizmi foydalanishgan ekan. Misol uchun bo'yoq sifatida foydalanishgan, ko'zlariga bo'yoq sifatida foydalangan ekanlar va bundan tashqari o'sha qanaqadir bir noodatiy o'zini o'sha deylik taqinchoqlarini noodatiy qanaqadir shakllar bilan bezatishga harakat qilgan ekan. Bilasizmi, eng qimmatbaho toshlardan biri hisoblanadi. Hurmatli teletomoshabinlar, aynan o'sha yulduzli osmonni eslatadigan turli xil ranglarda, ya'ni to'q ko'k, siyoh rang yoki bo'lmasa o'sha indigo ranglarda tabiatda uchraydigan bizni eng sifatli lazuritlarimizni bugun siz bizdan sotib olishingiz mumkin. 55 kodi bilan 520 raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Marjonimizni boshlang'ich narxi 2 438 ming so'm belgilangan. Bu yerda zanjir o'ziga ulangan kumush 925 probaga ega, markazida lazurit, atrofida yarim oy, qarang osmon va oy. Ko'ryapsizmi? Yoki bo'lmasam bu yerda quyosh va oyni aynan o'sha Mehrimoh deb nomlangan kolleksiyamiz deb ataladi. Ya'ni bilasiz, Sulton Sulaymon va Xurram sultonning farzandi o'sha Mehrimoh sulton esingizdami? Aynan uni bo'ynida mana shunaqangi quyosh va oyni timsoli bo'lgan, marjon bo'lgan, shu marjondan ilhomlangan zargarni mehnat mahsuli desak mubolag'a bo'lmaydi. Tarixdagi eng qadimgi toshlardan biri desak ham bo'ladi lazuritni. Odamzod lazuritni 6000 yildan ortiq vaqt davomida qadrlab keladi. Tasavvur qiling, 6000 yil bo'lgan ekan paydo bo'lganiga. Sharq va Misr madaniyatida, qadimgi Misrda lazurit oliy hokimiyat ramzi hisoblangan ekan. Endi bitta yagona chegirma bo'ladi. Bilmadim qanaqa chegirma bo'ladi. 549 ming so'mga marjon plus zanjiri bilan birgalikda bu yerda juda ham chiroyli
qarang, yarim oy, osmon birlashgani esa quyosh ramzi bo'lgan go'zallik. KG182 kodini aytasiz, mana shu lazuritdan ishlangan marjonimizni olasiz, biz esa O'zbekiston bo'ylab barcha viloyatlarga yetkazib olib borib beramiz. Qarang, qanaqa go'zallik. Uyg'onish davrida rassomlar lazuritni maydalagan ekanda, eng qimmatbaho so'nmas ko'k bo'yoq sifatida aynan ulardan ultramarinni olishgan ekan. Ya'ni Michelangelo va Leonardo da Vinci kabi buyuk ijodkorlar o'zini asarlarida aynan shu bo'yoqdan foydalanishgan ekan. Shuning uchun ham ularning asarlari, bilasiz, dunyo miqyosida katta-katta, bilasiz, katta-katta qiymatga, katta-katta pullarga sotilgan. Eng mashhur konlarini aytib o'tmoqchiman sizga. Dunyodagi eng sifatli, eng qadimgi lazurit koni bizga qo'shni bo'lgan o'sha Badaxshon viloyatida joylashgan. Shuningdek, Tojikiston Pomir tog'lari, Rossiyaning Baykal bo'yi yoki Chil davlatlarida ham yirik konlar borligini ta'kidlab o'tishadi. Ramziy ma'nosi va energetikasi haqida aytadigan bo'lsam, donolik va haqiqat ramzi hisoblanadi. Shuning uchun qadim zamonlarda o'sha shohlar, sultonlar saroylarda albatta lazuritni saqlashgan ekan. Lazurit fikrlar tiniqligi, ichki xotirjamlikni beradi egasiga, donolik ramzi hisoblanadi. U insonni intuitsiyasini kuchaytiradi deb ham ishoniladi. Hozir bizda lazuritdan marjon sotilyapti. Narxi 549 ming so'm. Super chegirmada. Hoziroq qo'ng'iroq qilib oling, chunki marjonimiz ko'p emas. Juda ham kam. Va hoziroq qo'ng'iroq qilsangizgina ulgurasiz. Shoshilishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. O'zbekiston bo'ylab barcha viloyatlarga yetkazib olib borib beriladi. Endi lazurit haqida ma'lumotlar bo'ldi. Boya esa sizlarga tugallanmagan bir taqdimotimiz bor edi. Uni hozir ko'rsatamiz. Juda chiroyli bo'lgan yo'lbars ko'zi kolleksiyasiga navbatni beramiz. Mana buni qarang, mana bu ziraklarni qarang. Chiroyliligini qarang, qizlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Voy, men olaman shu ziraklardan. Voy! Hozirgina yo'lbars ko'zi haqida ma'lumot berdim. O'sha egasiga jasorat beradigan, muhim qarorlarni qabul qilishga yordam beradigan aynan toshlardan biri hisoblanadi. Yo'lbars ko'zi toshi qattiqligi aynan Mohs shkalasi bo'yicha 10 dan 7-darajada baholanadi. Bu esa yetarlicha mustahkam tosh degani. Bu ham mana qarang. Bu yerda chizig'i markazda joylashgan, bu yerda yon tomonda joylashgan. Ko'ryapsizmi? Bir xil yo'lbars ko'zi toshini topish qiyin. Mana bitta zirakda ham, bir juft zirakda ham, hattoki buni naqshlari, ko'ryapsizmi, farq qilyapti. Bu esa unikal ekanligidan dalolat beradi. Demak, osonlikcha tirnalmaydigan, kundalik taqib yurishga juda qulay va uzoq vaqt o'z jilosini yo'qotmaydigan toshlardan, tabiiy toshlardan biri hisoblanadi. Yo'lbars ko'zi toshi. Qiziqarli fakt haqida aytib bermoqchiman sizga. Agar ushbu tosh kislota ta'sirida qayta ishlansa, u och, ko'k yoki havorang tusga kirib qolar ekan. Ko'ryapsizmi? Ya'ni shunday qilib sun'iy toshlarni ishlab chiqarishar ekan zargarlar. Endi 449 ming so'mga chegirma qilib berishdi. Juda ham zo'r. Taqqaningizda asal turadi, hurmatli teletomoshabinlar. KG246 kodini ayting, yo'lbars ko'zi toshdan ishlangan mana shu ziraklarimizdan tez sotib oling. Menda esa sertifikati bor, keling ko'ramiz. Ya'ni bu yerda ma'lumotlarni yuzlanamiz. Mana qarang, yaxshilab o'qib olishingiz mumkin. Sertifikat uyingizga jo'natiladi. Mana ahamiyat bering bu yerdagi ma'lumotlarga. Demak, yo'lbars ko'zi deb yozilyapti. Aynan Britaniyadan qazib olingan. Mana bu yerda kumush o'g'irligi, toshlar karati, ko'ryapsizmi? Voy, kechirasiz, bu yerda Avstraliyada qazib olingan ekan. Mana yaxshi o'qimabman. Demak, ahamiyat bering, mana uzoqdan ko'rinmadi. Ha, mana Brookman tog'laridan qazib olingan ekan, ko'ryapsizmi? Ya'ni Avstraliyadan 6 ga 8 mm 2 dona aval tarzda qirralangan bizning yo'lbars ko'zimiz. Demak, Avstraliya yo'lbars ko'zi toshlari, ahamiyat bering, juda ham chiroyli. Mana qarang, bu yerda video lavhada bir xil ko'rinyapti. Ikkita bir xil. Lekin men qo'limdagi yo'lbars ko'zi ziraklariga qarang. Bu yerda markazda ketgan oltin rangi, bu yerda esa yon tomonga qarab ketgan. Ko'ryapsizmi? Buni taqqaningizda shunaqa mana qarang. Rangini o'zgarishini qarang. Mana. Chiroyli, juda ham chiroyli. 449 ming so'm shoshiling, xaridlarni amalga oshiring. O'zbekiston bo'ylab barcha viloyatlarga yetkazib olib borib beramiz va siz esa maza qilib taqasiz, unikal bo'lasiz. Yaqin atrofdagilaringiz orasida ham eng chiroyli ziraklar taqqan inson sifatida albatta tilga olinasiz desam ham bo'ladi. Biz esa davom etamiz. Xo'sh, lazuritlarimizga qaytar ekanmiz, hurmatli teletomoshabinlar. Lazurit kolleksiyamizda bizda boya sizga marjon ko'rsatgan edik. Endi esa ziraklarimiz borligini aytib o'tmoqchiman. Endi mana bunaqangi noodatiy ziraklarga ham albatta to'xtalmasak bo'lmaydi. Marjon oldingizmi? To'plam qilib albatta
ziraklar olishingizni ham tavsiya qilgan bo'lardim. Qarang, qanaqa chiroyli. Voy, mana. Qarang. Oval tarzda qirrasi, lekin ustki qismi kabashon uslubida ishlangan, tepa tomoni uchburchak, ya'ni quloqlar suprasini yopadi. Ingliz qulfi, eng mashhur ingliz qulfi tarzda ishlanganligini aytib o'tmoqchiman. Yopilishi ham mustahkam, uncha-munchaga quloqlaringizdan tushib qolmaydi. Kumush esa sof 925 probaga ega bo'lgan kumush, ustiga tilla qoplangan, markaziga esa qimmatbaho lazurit toshlari o'rnatilgan. Kumushning og'irligi 388 gramm ekan, toshlar karati esa 372 karat ekan. KG 172 mahsulot kodi, boshlang'ich narxini esa ekranlarda ko'rib turibsiz. 3 daqiqagina vaqt berar ekanmiz, ziraklarimiz juda ham kam bo'lgani uchun 3 daqiqa ichida sotib olishga ulguring. 2,274 ming so'mni 599 ming so'mga tushiramiz. Haqiqiy, tabiiy, 6000 yillik tarixga ega bo'lgan lazuritlardan ishlangan ziraklarni siz bugun bizdan bor yo'g'i 599 ming so'mga sotib olishingiz mumkin. Bilasizmi? Aynan sizga bu lazurit toshi muloqot va ommaviy nutq so'zlashga yordam beradigan toshlardan bu hisoblanadi. Ya'ni demoqchimanki, o'zingizni fikringizni dadil bayon etishga yordam beradigan, misol uchun minbarlarda turib har xil deylik nutqlar so'zlashingizga yordam beradigan, sizni qat'iyatingizni oshiradigan toshlardan biri hisoblanadi. Mana qarang, taqqaningizda qanaqa chiroyli turar ekan, ko'ryapsizmi? Bilmadim, menga juda ham yoqdi. Juda ham go'zal. Markazidagi lazuritni rangini qarang, oqqa, qoraga, ko'k rangga, moviy ranglarga moslab bemalol taqishingiz mumkin. Yana bitta ko'ring, qarang. Qanaqa chiroyli. Yig'ilgan soch bilan qanaqa chiroyli turadi. Yoyilgan sochlari bilan qanaqa chiroyli turadi. Siz hattoki tasavvur qila olmayapsiz. Mana, go'zalligini ko'ryapsizmi? 599 ming so'mdan. Endi yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Muloqotga kirishishingiz qiyinroq bo'lsa, ya'ni shunaqa insonlar bo'ladi-ku, ularni muloqot qilishi osonlashadi. Fikringizni jamlashga, omma oldida nutq so'zlashingizni osonlashtirishga yordam beradi. Kimlarga tavsiya qilinadi? Oratorlarga yoki san'atkorlarga, aktyor, aktrisalarga. Misol uchun aktyorlar bor, shunaqa aktyorlar bor. Misol uchun erkaklar uchun lazuritdan ishlangan taqinchoqlar ko'rib qolsangiz, albatta sotib olishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Yoki bo'lmasa mana deylik o'qituvchilarga, yoki bo'lmasa mana trening o'tkazadigan, har xil master-klasslar o'tkazadigan insonlar bo'ladi-ku, shunaqa insonlarga, omma oldida nutq so'zlaydigan, omma oldida taqdimot o'tkazadigan insonlarga juda ham foyda beradigan toshlardan biri hisoblanar ekan. Zargarlikda va parvarishda nimalarga e'tibor berish kerak? Qattiqlik shkalasi bo'yicha 5,5-6 darajada baholanadi. Malahitga qaraganda qattiqroq bo'lsa-da, lekin baribir bu toshga alohida e'tibor qaratish kerak. Qaysi ma'noda? Kimyoviy moddalardan ehtiyot qiling, ustiga har xil kimyoviy suyuqliklar to'kilib ketishidan ehtiyot qiling, quyoshlarda qoldirmang, qutichalarni maxsus bo'lmachalarda saqlang va umuman olganda, tugayapti, tezroq bo'ling, 50 soniya, so'ngilari sotilyapti. Tugadi, ziraklarimiz tugayapti. Xaridingiz uchun rahmat. 599 ming so'mga zo'r mahsulot sotib oldingiz. Biz esa davom etamiz. Keyingi lot tomon yo'l olamiz. Xo'sh, bizda keyingisi nimalar bo'ladi? Bilmadim-u, lekin bundan avvalgi ziraklarga ulgurmagan bo'lsangiz, uzuk oling hech bo'lmaganda, agar lazuritdan taqinchoq kerak bo'lsa sizga. Mana buni qarang. Yasalganini qarang. Rosa chiroyli yasalibdi, mana. Mana, qarang, buni qanaqa noodatiy ishlangan. Lazuritning katta yurikligini qarang. Mayda zarracha yulduzlarni qarang. Bu yulduzchalar nima deb ataladi? Pirit deb nomlanar ekan. Ya'ni bu maxsus qo'shimcha hisoblanar ekan. Shunchaki oltin zarracha emas ekan, ko'ryapsiz-a? Voy, lazurit kislotalar sovunli issiq suvga juda ta'sirchan bo'lgani uchun ularni sovunli suvda yuvib yurmang yana, xo'pmi? Bundan tashqari atir, upalar, kremlar, yuvish vositalari tegishidan saqlashingiz kerak. Oralariga kirib qoladi. Uni tozalash uchun nam yumshoq mato bilan artish kifoya bo'ladi. Salgina nam yumshoq matolar bilan artsangiz kifoya. Lekin umuman artmasangiz ham bo'ladi. Uncha-munchaga kirib bo'ladigan yoki dog' bo'ladigan tosh emas. Juda chiroyli tosh. Rangini qarang, go'zalligini faqat sizda bo'ladi. Unikal qilib taqib yurasiz. Hurmatli teletomoshabinlar, qo'ng'iroq qiling, xaridlarni amalga oshiring. Boshlang'ich narxi 1,957 ming so'm belgilangan. KG 197 mahsulot kodi. Bu yerda lazuritimizni karati 306, qarang, og'irgina. Kumush og'irligi esa 255 gramm. Shunga o'xshash uzukni topdik va biz hozir solishtiramiz. Qanday narxlarda umuman olganda chet davlatlarda sotiladi. 1053 AQSh dollari. 1053 AQSh dollari tasavvur qilyapsizmi? Bir xil deyarli.
Hattoki bizniki nafisroq, chiroyliroq. Qarang, qanaqa mana yon tomonlarda mana bunaqangi ornamentlar bilan ko'ryapsizmi, bezak berilgan. Aval tarzda kaboshon uslubida ishlangan. Bitta yagona chegirma bo'ladi va bu chegirma sizga yoqadi. Tezroq qo'ng'iroq qilganlar esa o'zligimizga ulguradi. Chunki ziraklarimiz ko'rdingiz, boya tugab ketdi. Endi 499 ming so'mga o'zligimizni olsangiz, albatta biz bundan faqat va faqat mamnun bo'lamiz. Qo'ng'iroq qiling, xaridlarni amalga oshiring. O'zbekiston Respublikasi bo'ylab barcha viloyatlarga yetkazib olib borib beriladi. Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz, hurmatli teletomoshabinlar. Qarang, qanaqa chiroyli ishlangan. Aytgancha, bizdagi kumush taqinchoqlar davlat xavfsizlik darajasini belgilash palatasi tomonidan probalangan 100% tabiiy qimmatbaho toshlar bilan, ya'ni Badaxshon lazuriti bilan bezak berilgan. Badaxshon lazuriti aynan qo'shni davlat bo'lsa-da, aynan demoqchimanki, juda ham o'zini sifati bilan ajralib turadi. Juda ham qadimgi toshlardan biri hisoblanadi. Umuman olganda o'sha oldingi zamonlar, ya'ni 6000 yil avval paydo bo'lgan va hattoki buni kunidan qarang, bo'yoqlar olishganda Michelangelo bilan bundan tashqari Leonardo da Vinci o'zini o'sha shoh asarlarida mana shu lazuritdan olingan bo'yoqlardan foydalangan ekan. Tasavvur qilyapsizmi? Kleopatra esa o'zini chiroyli yuzlariga bo'yoqlar ishlab chiqarishda, tayyorlashda lazuritdan foydalangan ekan. Ko'ryapsizmi? Aynan bu lazuritni nafaqat zargarlikda, balki o'sha bo'yoqlarda, yuzga bo'yoq ishlatishda yoki bo'lmasam rassomlar o'zlariga bo'yoq olishda foydalangan toshlardan biri hisoblangan ekan. Tabiiyligini shundan ham bilsangiz bo'ladi. Hattoki yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Mana ba'zi qirollik oilalarida oldingi zamonlarda nafaqat taqinchoqlar yasalgan, balki o'sha tojlarini, liboslarini bezattirishgan yoki saroydagi o'sha deylik ustunchalarni bezattirishgan yoki saroydagi o'sha idish tovoqlarni lazuritlar bilan bezattirishganki, bu o'sha paytlarda o'sha status, hashamat effektini bergan. Ya'ni qirollik oilalariga boshqa qirollik oilalardan mehmonlar tashrif buyurilganida tabiiyki nima bo'lgan, ziyofatlarda o'sha qadahlardan, o'sha chiroyli liboslardan yoki bo'lmasam lazuritda ishlangan liboslardan yoki bo'lmasam chiroyli o'sha qanaqadir bir idishlardan foydalanishgan. Demak, 55 kodi bilan 520 2033 raqamlariga qo'ng'iroq qiling, xaridlarni amalga oshiring. O'zbekiston bo'ylab barcha viloyatlarga yetkazib olib borib beramiz. Pulini esa oldindan yoki yetkazib berganimizdan so'ng ham to'lasangiz bo'ladi. Endi hurmatli teletomoshabinlar, ulguring, shoshiling, qo'ng'iroq qiling, chunki kam qoldi uzugimiz. O'lchamlaringizni operatorlardan so'rab bilib olasiz. Lazuritga kelganda mana shu yerda yakunlaymiz. Siz qo'ng'iroq qilavering, chunki lazurit taqinchoqlarimiz hali bor sotuvda. Operatorlardan so'rab bilib olasiz. Biz esa boshqa toshlarga navbatni beramiz. Nima tosh bo'ladi? Nima deb o'ylaysiz? Bu qimmatbaho tosh uyqudagi malika qonidan qazib olingan Arizona feruzasi, ya'ni meni adashim bo'lgan tosh. Bilasizmi? Feruza ma'nosini sizga aytib bermoqchiman. Yorqin porlovchi, nurli, nur sochuvchi degan ma'noni bildiradi. Aynan bu tosh sizga haqiqatan ham nurli bo'lib, o'zgacha bezak namunasi bo'lib xizmat qiladi. Bilasizmi? Uyqudagi malika koni 2012-yilda yopilgan, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarining Arizonasidan qazib olingan. Mana qarang, nima uchun uyqudagi malika koni deb nomlangan? Konga yon tomonidan tasviriga qaraganingizda uxlab yotgan qizni tasvirini ko'rishgan va uyqudagi malika koni deb nomlashgan. Bu konni bilasizmi, qo'ldan qo'lga juda ko'p marotaba o'tgan, feruzani qazib olishgan, keyin kon yopilgan, kon boshqa yangi egalarini qo'liga o'tadi, so'ng esa bir necha muddat yana feruzalarni qazib olishadi-da, so'ng shaxtani, konni butunlay yopib yuborishadi. Va bizni ankit janoblari 2012-yilda yopilgan kondan bu feruzani zaxira qilib olganlar va bugungi kunda chiroyli taqinchoqlar yasab jo'natyaptilar. Bu degani 3-4 yildan keyin siz bu toshdan umuman taqinchoq topa olmaysiz. Umuman bu juda eksklyuziv, juda noyob hisoblanadi. Mana qarang, bu yerda har xil feruza namunalari ko'rsatib qo'yilgan. Arizona feruzasi nimasi bilan ajralib turadi? Tiniqligi bilan, yorqinligi bilan, juda ham chiroyli moviy rangi bilan ajralib turadi. Siz olsangiz, siz yagona bo'lasiz. Aynan mana shu uzukni taqqan. Tasavvur qilyapsizmi? Bu kon 2012-yilda 14 yil avval yopilib ketgan va bu hozir bunaqa toshlar nima bo'lyapti? Topilmayapti. Arizonadagi eng mashhur konlardan biri aynan uxlayotgan malika, uyqudagi malika koni, kon joylashgan tog' uzoqdan qaraganda o'sha chalqan tushayotgan ayol siymosini eslatgani uchun ham aynan uyqudagi malika nomi bilan mashhur bo'lib ketgan. Bu konni feruzasi butun dunyoga mashhur. Odamlar bularni-chi mana Cartier, Bulgarilar bor-ku, bu feruzani olish uchun navbatda turar ekan. Bu feruzadan taqinchoqlar yasasa, tasavvur qiling, qanaqa ming AQSh dollarlarga sotiladi. Shaffof, toza, silliq va samoviy rangi egaligi bilan butun dunyoga mashhurligini aytib o'tmoqchiman. Unga qaraganingizda boshqa feruzalarga xos bo'lgan qora yoki jigarrang chiziqlarni umuman ko'rmaysiz.
hozirda do'kon yopilgan, shuning uchun uyqudagi malika feruzasidan yasalgan buyumlar yildan yilga qimmatlashib, auksionlarda hattoki sotilyapti. Tasavvur qilyapsizmi? Biz esa Zargar Shopda sizga juda ham zo'r narxga taklif qilamiz. 899 ming so'mga uyqudagi malika qonidan qazib olingan feruzalarni sotib olsangiz bo'ladi. Qizlar, qarang, onajoningizga olib bering. Feruza ismli bo'lsa yoki qizlaringizning ismi Feruza bo'lsa, opalaringizning ismi Feruza bo'lsa, feruzalar uchun olib bersangiz bo'ladi. KE1186 mahsulot kodi 899 ming so'm edi chegirmasi. Endi esa 579 ming so'mga tushdi. Qanday yaxshi, menga juda ham yoqdi narxi. Endi yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Aynan Arizonaning yana bir mashhur koni bor va u yerdan ham feruzalar qazib olinadi, lekin bu feruzalar kabi tiniq emas degan ma'lumotlar ham yo'q emas. Keyin yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Agar siz buni olsangiz, kolleksiya darajasidagi uzukni olayotgan bo'lasiz va kelajakda siz buni bilmadim, buni qiymati qanchalik oshishini hattoki siz hozir tasavvur ham qila olmayapsiz. Qattiqlik shkalasi Mohs shkalasi bo'yicha 6-darajada baholanadi. Ya'ni aynan atirlar, kremlar, sovunlarga ta'sirchan bo'lgani uchun buni ehtiyotlab taqishingizga to'g'ri keladi. O'zimda ham bor, oldingi kolleksiyalardan olganman. Arizona feruzasini taqqanimda hamma so'raydi. Tabiiy feruza ekan-a, qayerdan olgansiz deyshadi. Hamma so'raydi. Ishoning, olib qo'ysangiz baraka topasiz. Arizona feruzasi odatda yuqori sifatli kumush yoki oltin bilan kombinatsiya qilinadi va o'zini ta'sir kuchi yanada ko'payadi. Ya'ni sizni yanada jozibador ko'rsatadi. Bilasizmi, egasiga tinchlik, xotirjamlik baxsh etadi deyshadi feruzani ichki xotirjamlik berish bilan birgalikda salbiy energiyadan kuchli himoya qiladi. Yoki sizni nazarlardan himoya qilinadi deb ishoniladi, yoki ko'zmunchoq vazifasini bajaradi deb ham ishoniladi. Ya'ni sizga kelayotgan nazarni o'zini o'sha energiyasi bilan qaytaradi deb ishoniladi qadim zamonlarda. Hurmatli teletomoshabinlar, haqiqiy Arizona feruzasi vaqt o'tishi bilan teri bilan kontaktda bo'lganida namlik ta'sirida rangini biroz o'zgartirishi mumkin, lekin bundan qo'rqmasligingiz kerak ekan. Aynan shunga o'xshagan uzuk topdik. Keling biz solishtiramiz. Qarang, hattoki biznikidan ham uncha chiroyli bo'lmagan uzuk 295 AQSh dollarini tashkil qilar ekan. Qarang, 295 AQSh dollar. Bizda esa bor yo'g'i 579 ming so'm, kechirasizlar. Ikkita yon tomonida chiroyli qilib ishlov berilgan yurakchali dizayn qilib, tomchi uslubida feruzamiz, ko'ryapsizmi? 3 ta ustunchalarga qotirilgan. Sertifikati bilan uyingizga boradi. Bizdagi kumush taqinchoqlar bilasiz, davlat asirlik darajasini belgilash palatasi tomonidan probalangan. Mashhurlar tanlovi desak bo'ladi feruzani. Mana Julia Robertsni osilchoq ziraklari butun dunyoga mashhur feruzalardan tashkil topgan, ko'ryapsiz. Qolganlarini ko'rishga ulgurmadim, lekin mashhurlarni o'zingiz ham tanib oldingiz degan umiddaman. Mana bu uzugimiz ham juda chiroyli ekan. Arizona feruzasidan ishlangan navbatdagi go'zallik, eksklyuzivligini qarang buni. Voy! Juda ham chiroyli. Ko'ryapsizmi? Boya aytib o'tdim, bular sizni teringiz bilan kontaktga kirganda biroz ocharishi yoki yanada chuqur to'q yashil rangga aylanishi mumkin ekan. Demak, 1144 AQSh dollarini ko'ryapmiz. Uzuk narxi feruza, Arizona feruzasidan ishlangan. Hattoki bu yerda feruzasi biroz kichikroq, bizda esa kattaroq. Qarang, yon tomonlaridagi dizaynlarni qarang, qanaqa eksklyuziv chiroyli ishlangan. Nima uchun bular rangi ocharadi yoki to'qaradi? Haqiqiyligidan dalolat berar ekan. Ya'ni demoqchimanki, eksklyuziv haqiqiy tosh ekanligidan dalolat beradi. Bu toshni tirik ekanligidan va uni tabiiyligidan dalolat beradi deb yozilyapti manbalarda ham. Sizga ushbu go'zal Arizona feruzasidan yasalgan taqinchoqlarni, ya'ni shunaqangi chiroyli narxlarda belgilab beramizki, siz hattoki tasavvur qila olmaysiz. Tabiiy Arizona feruzamiz boshlang'ich narxi 2.253 ming so'm. Hattoki jahon bozorlarida aynan shu narxlarga, bundan ham baland narxlarga sotiladi. Biz esa albatta qiymatini sizga mos ravishda qilib beramiz. Bundan foydalaning. KE1185 mahsulot kodi. Tabiiy feruzamiz bu yerda 101 karat ekan. Toshlar bu yerda kumush og'irligi esa 227 ni tashkil qilar ekan. 469 ming so'mga tushdi. 469 ming so'mga haqiqiy feruza. Meni ismim bilan mos ekan. Ya'ni feruza ismi nima uchun qo'yiladi? Baxtli, iqboli baland qiz, nurli, nur sochuvchi degan ma'noni bildiradi-da. Feruza ismini ma'nosi. Endi tosh ham xuddi shunday. Nurli, nur sochuvchi tosh sizni kuchli energiya manbaingiz hisoblanadi. Sizni yomon ko'zlardan, nazarlardan, qandaydir bir negativlardan himoya qilib turadi. Ya'ni qaysidir ma'noda sizga ko'zmunchoq vazifasini bajaradi va albatta o'zini egasiga sodiq tosh hisoblanadi feruza. Shuning uchun ham feruzalarni sotib
sotib olsangiz, umuman afsuslanmaysiz. Qarang, qanaqa qora rang bilan ham, mana oq rang bilan ham qanaqa chiroyli hamohanglikda chiroyli bo'lib turibdi. Rangi o'zgacha, buni osmon, musaffo osmon rangida oilangizga ham musaffolik keltiradi deb bemalol ayta olaman. Hoziroq qo'ng'iroq qilib xaridlarni amalga oshiring. O'lchamlari borida ulgurib qolishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Qarang. Voy, menga yoqdi. Juda ham chiroyli. Bilasizmi? Feruza endi yer qa'rida qolmagan, ya'ni o'sha Arizona feruzasi konda yopilgan deb aytib o'tdik. Hozirgi kunda bunaqa namunalarni topish qiyin. Topsangiz ham har xil chiziqchali, ichida naqshlari bor, qanaqadir bir jigarrang dog'lari borligini topasiz. Ya'ni bunaqasini topa olmaysiz. Shuning uchun Zargar Shopda bormi? Oling. Imkoniyatlardan qulay foydalanib oling. 55 kodi bilan 520 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, bizdagi mana shu haqiqiy tabiiy feruzadan ishlangan o'zingizdan sotib olishga shoshilishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Qirollik tanlovi. Hurmatli teletomoshabinlar, agar odatiy chiziqlari bor feruzalar milliy yoki ertak uslubiga xos bo'lsa, aynan uyqudagi malika qonidan qazib olingan haqiqiy qirollik dabdabasi va oliy tabaqa ramzi hisoblanadi ekan. Shuning uchun ham aynan qirollik oilalarga xos bo'lgan feruzadan ishlangan aynan o'zigimiz desam mubolag'a bo'lmaydi. Bilasizmi, yuzga tarovat baxsh etuvchi sehrli tosh deyishadi buni, ya'ni moviylik aynan shunaqangi bir nozik tusi bor bu yerda. Mo'jizaviy xususiyati shundaki, u ko'z oqini va tishlarni vizual ravishda yanada oppoq ko'rsatadi. Yuz terisini esa yoshartirib, unga ajoyib tarovat bag'ishlaydi. Bizni issiq iqlimimizda esa bu taqinchoq yuzingizni yaqinda go'yo salqinlik va musaffolik baxsh etuvchi shaxsiy g'uborsiz qanaqadir bir chiroyli effektda ko'rsata oladigan uzuklardan biri deb ayta olaman. Ya'ni sizni go'zallashtiradigan uzuk. Chunki bu yerda tabiiy Arizona feruzasi jamlangan. Telefon raqamlarimizga bog'laning, sertifikat bilan uyingizga jo'natamiz. Yaqinlaringiz uchun eng zo'r sovg'a bo'la oladi. Voy! Mana bu go'zallikni qarang, qanaqa asal. Bizda marjon bor ekan va u juda ham chiroyli ishlangan. Qarang marjonimizni. Klassika uslubida feruzadan ishlangan marjon. Voy. Mana shunisini o'zimga olmasam bo'lmaydi endi. Yoki boyagi uzukdan olsam ekan. Uzukni o'lchami tugab qolish ehtimoli yuqorida. Qo'ng'iroqlar ko'payib ketdi, barchaga rahmat. Lekin marjon agar qolsa, albatta olaman, chunki menda oldingi kolleksiyadan uyqudagi malika qonidan bittagina uzuk bor edi. Endi esa marjon bilan uni to'ldiramiz. Lekin marjonni siz ham olib olishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Sanog'i ko'p emas. Yagona bo'lib taqib yurasiz. O'zbekistonda Arizona qonidan qazib olinadigan feruzalarni hamma ham olib kelib sotmaydi, chunki bular juda ham qimmat bo'ladi. Biz esa antijanoblardan olganmiz. Sizlar uchun eksklyuziv holda chiroyli qilib yasab jo'natganlar. 55 kodi bilan 520 raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Marjonimizni qarang, qanday chiroyli. Mana, keling, men sizga buni kattaligini o'lchab ko'rsataman. Mana 1,5 santimetr ekan. Toza feruza o'rnatilgan, atrofda hech qanaqa toshchalari yo'q. Bitta o'zi mustahkam qilib o'rnatilganligini aytib o'tmoqchiman. Zanjiri mayda halqachali, KE1181 mahsulot kodi. Bu yerda kumush og'irligi zanjirsiz 0,59 gram, toshlar karati 0,46, boshlang'ich narxi esa 971 ming so'mni tashkil qilar ekan. Mana yon tomonda probasi ham urilgan, 925 probaga ega bo'lgan kumush ekanligini aytib o'tmoqchiman. Hurmatli teletomoshabinlar, hoziroq qo'ng'iroq qiling. Bilasizmi, kon yopilgani uchun bu sotuvni portlatuvchi tosh hisoblanadi. Zanjir alohida sotiladi. Aytib o'tay, kumush zanjiri alohida sotiladi va juda ham katta investitsiya hisoblanadi. Qon yopilgan feruzalar xos sizga arzon narxda tavsiya qilinyapti. Ertadan siz buni juda ham qimmat narxlarga misol uchun ko'rishingiz mumkin. 229 ming so'm ekan bizni marjonimiz, juda ham zo'r narxda. Aniq olaman, narxi ham zo'r, o'zi ham chiroyli. Hurmatli teletomoshabinlar, hoziroq qo'ng'iroq qiling, xaridlarni hoziroq amalga oshiring. Qarang, men sizga bitta investitsiya haqida aytib bermoqchiman. Qarang, qon yopilgan. Uyqudagi feruza qoni, uyqudagi malika qoni yopilgan, feruzalar qazib olinadigan qon. Aynan shu yerdan qazib olingan bu 2012-yilda o'sha qon yopilgan bo'lsa, 14 yil bo'ldi. Hozirgi kunda bunaqa tosh yo'q. Endi qarang. Bu sotuvni portlatuvchi eng muhim va hal qiluvchi fakt. Ya'ni qaysidir ma'noda keyinchalik siz buni sotmoqchi bo'lsangiz ham juda ham katta pulga aynan buni baholashadi. Bu birinchidan. Endi 2012-yilda rasman butunlay yopilgan qondan qazib olingan bu marjonni siz hozir sotib olsangiz, kelajagingizga katta investitsiya kiritgan bo'lasiz. Endi zanjirimiz alohida 129 ming so'mga sotilar ekan, marjonimiz 229 ming so'm. Ikkalasini birga olaman desangiz,
358 ming so'm bo'ladi. Bu juda ham zo'r narx. Ya'ni ham marjon ham zanjir uchun 358 ming so'm bu juda ham zo'r narx, hurmatli teletomoshabinlar. Yo'q, meni zanjirlarim bor, tilla zanjiriga ham taqib ola olaman desangiz to'g'ri qaror va alohida marjonimizni o'zini ham 229 ming so'mga olsangiz, sertifikati bilan uyingizga yetkazib olib borib beramiz. Pulini esa oldindan yoki keyin to'lasangiz ham bo'ladi. Demak, feruza dunyoda moviy rangning eng oliy standarti hisoblanadi. Bilasizmi, tosh yuzasini tozaligi ko'pchilik feruzalardan farqli o'laroq aynan o'sha uyqudagi malika feruzasida deyarli hech qanday qora yoki jigarrang tomirlar bo'lmaydi. U mutlaq toza, silliq va yorqin havorang tusga ega bo'ladi. Shuning uchun buni qiymati juda yuqorilab ketyapti. Endi ushbu rangga bir qarang. Bu yerda bitta ham ortiqcha nuqta, bitta ham to'q chiziq yo'q, faqatgina toza, yorqin, musaffo moviylikni ko'ryapsiz, ha? Aynan mana shunday benuqson feruzani Tiffany & Co kabi dunyo brendlari misol uchun sotib olishadi-da. Mana Anki janoblarga o'xshagan insonlardan sotib olib, kolleksiya yaratishadi-da. 3000, 4000, 5000 AQSh dollarlariga sotishadi. Tasavvur qilyapsizmi? Qimmatbaho va hashamatli kolleksiyalari uchun tanlab olishadi-da va ularni o'ta qimmat narxlarga pullashadi. Biz esa 229 ming so'mga marjon narxini belgiladik. Ulguring, shoshiling, qattiqligi bo'yicha 6-7 darajada baholanadigan feruzamiz aynan har kunlik taqish uchun ideal hisoblanadi va buni oqlarga, o'sha moviy, qora ranglarga ham moslasangiz juda ham chiroyli turadi. Mana qarang, men qora kostyum, ichimda oq ko'ylak, oq kofta bilan taqib hozir misol uchun ko'rsatgan bo'lganimda edi, juda ham chiroyli turgan bo'lardi. Hatto mana fonda ham ko'ryapsiz-a, oq fonda feruza qanaqa chiroyli ko'rinyapti. Qora fonda ham feruza juda chiroyli ko'rinadi va o'zini egasiga iliqlik, yorqinlik baxsh etadi. Qisqa qilib aytganda, o'zini egasini tumori bo'lib, ko'zmunchog'i bo'lib xizmat qiladi. Chunki salbiy energiyani qaytaradi, yomon negativ energiyalarni qaytaradi va siz u egasini o'sha yomon ko'zlardan, nazarlardan saqlaydigan tosh hisoblanadi. Egasiga ichki xotirjamlik baxsh etadi va umuman olganda hayotingizni muvozanatlashtiradi, hayotingizni yaxshi kechishiga yordam beradigan toshlardan biri hisoblanadi. Issiq energiyasi bor. Hoziroq qo'ng'iroq qiling. Xaridlarni amalga oshiring. O'zbekiston bo'ylab barcha viloyatlarga yetkazib olib borib beramiz. Pulini esa oldindan yoki keyin to'lasangiz ham bo'ladi. Hurmatli teletomoshabinlar, bu bizni kumushimizdagi so'nggi taqdimot edi. Ulgurib qoling, hali ham vaqtingiz bor. Marjon kodi KE1181 feruzamiz bu yerda uyqudagi malika konidan qazib olingan. Kon 2012-yilda yana bir marta qaytaraman yopilgan. Bunaqangi aynan eksklyuziv taklifimiz boshqa bo'lmaydi. Ulgurib qoling, shoshiling, xaridlarni esa amalga oshiring. O'zbekiston Respublikasi bo'ylab barcha viloyatlarga yetkaziladi. Zanjir ham kerak bo'lsa, zanjirni alohida sotib olasiz birgalikda. Yo'q, zanjir kerak emas desangiz, marjon o'zini 229 ming so'mga olsangiz, sertifikati bilan uyingizga yetkazib beriladi. Endi bizni aynan kumushlarga ajratilgan vaqtimiz afsuski o'z nihoyasiga yetdi. Agar ko'rayotgan bo'lsangiz, xaridlarni davom ettiravering. Menda esa mutlaqo yangi, men uchun har holda yangi mahsulot bor. Dasturimizda, mana buni qarang, qanaqa sovg'a bop ekan, ha? Men buni ochmoqchiman. Wow! Mana buni qarang, qanaqa shohona taklif. Idishlarini qarang buni. Bilasizmi? Biz shunchaki kremlar sotmaymiz. Biz chinnidek tiniq yuzlaringiz kafolatini sotamiz. Mana buni qarang, qizlar. Nahotki kimlar uchun? Nima deb o'ylaysiz? Kimlar uchun? Hozir men sizga bularni aytib o'taman. Misol uchun, derazadan bir qaraganingizda O'zbekistonning jazirama issig'i, kuydiruvchi quyoshi, quruq issiq shamoli yuzimizni yoshlikni tom ma'noda so'rib oladigan bir holatga duch kelamiz. Uyda, ishda konditsionerlar terimizni nima qiladi? Qiynaydi, quritadi, nafas olishga bermaydi. Sizga esa mana shu aynan holatni yaxshilashingiz uchun oynaga qaraganingizda teringizda, ya'ni cho'ldek quruq terini emas, yoki sepkillarni yoki pigment dog'larini ko'rayotgan bo'lsangiz, albatta buni yechimi bor. Ya'ni misol uchun mayda ajinlardan ko'nglingiz to'lmayotgan bo'lsa, yuz rangi xaralashib, charchagan ko'rinayotgan bo'lsa, ba'zida yuzimiz ko'karib qolganini sezamiz, ko'zlarimizdagi osilib qolganini sezamiz, qanaqadir yuzimiz g'alati bo'lib qolganini sezamiz. Buni yechimi bor. Endi mana shu kremlar, mana shu tonerlar, mana shu emulsiyalar, mana shu sivrotkalar sizga yordam beradi. Mukammal teri uchun 6 qadam.
Qarang, tozalovchi, ya'ni yuz penkasi, essensial suv, toneri bor, ko'z atrofi kremi bor, oziqlantiruvchi serum essensiyasi bor, namlantiruvchi emulsiyasi bor va oziqlantiruvchi yoshartiruvchi kremi bor. 6 ta bosqichdan iborat bo'lgan, mana shu 6 tasi birda bo'lgan biz sizga aynan kremlar to'plamini, ya'ni go'zallik to'plamini taklif qilamiz va har biri haqida sizlarga hozir ma'lumot berib o'taman. Qarang, ko'plab ayollar avval bitta krem sotib olishadi-da, bitta krem hamma narsani yechimi bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin hozirgi kunda butun dunyoda, mana Koreyada, Yaponiyada, ya'ni bosqichma-bosqich parvarishlash urf bo'lgan, yuzni bosqichma-bosqich parvarishlash, ya'ni qaysi ma'noda? Yuzingizni birinchi penka, ya'ni sovun deymiz, o'sha penka bilan yaxshilab yuvib olishimiz kerak. Poralarimizni tozalab olishimiz kerak. Keyin esa tonerdan foydalanamiz. Toner esa mana paxtaga singdiriladi, dumaloq paxtachaga singdiriladi-da, yuz yaxshilab artiladi. Nega? U bizni mana bu kremlarni surishimizga, emulsiyalarimizni surishimizga tayyorlab beradi yuzni. Demak, hurmatli teletomoshabinlar, hoziroq qo'ng'iroq qilib xaridlarni boshlang, chunki bularni sanoq cheklangan. Men esa gapirishda davom etaman. Demak, yuzimizni penka bilan yuvib oldik, toner surib oldik. Ya'ni qirolichalarga munosib parvarish bo'ladi-da. Yuzingiz, bilasizmi, chinnidek yorqiraydi. 6 bosqichli premium kompleks aynan davolovchi vositalardan keyin, ya'ni parvarishlovchi vositalardan keyin yuzingiz chinnidek porlash xususiyatiga ega bo'ladi. Endi qarang, men sizga birin-ketin aytib beraman, siz esa aynan bularni meni yaxshilab diqqat bilan eshiting. Bularning tarkibida niasinamid bor. Niasinamid nima degani? Bu B3 degani, vitamin B3 degani. Bu yuzni-chi, mana xirillashgan yuz terisini ochartirishga yordam beradi-da va sizni umuman olganda charchagan yuzingizni juda ham chiroyli qilib chinnidek yaltirab berishga yordam beradi. Mana shu 6 tasi birda bo'lgan bizni naborimiz, ya'ni mana shu setimiz 299 ming so'm. O'zi aslida har bittasini alohida olsangiz 1 million 100 ming so'm bo'ladi. Hattoki bu arzon narx. Men hammasini alohida olganman, bilasizmi qancha bo'lgan? 1 million 800 ming so'm bo'lgan. Mana shu 6 ta mahsulot. Lekin siz mana shu 6 tasi birda bo'lgan mahsulotni penkasi bor, toneri bor, serumi bor, ko'z atrofi kremi bor, emulsiyasi bor va plus oxirida kremi bor. Demak, hurmatli teletomoshabinlar, sizlarga bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Siz shunaqangi pulingizni tejayapsizki, ya'ni 1 million 100 ming so'm evaziga emas, 299 ming so'mga 6 ta parvarish turini olyapsiz. Ajinlarga qarshi premium parvarish hisoblanadi. Ko'z atrofidagi ajinlar, peshonadagi mayda ajinlar, misol uchun, yoki lab atrofidagi ajinlar, aynan ularni silliqlashtirishga yordam beradigan mahsulotlardan biri hisoblanadi. Bularning tarkibida, ya'ni yoshlik peptidi bor, regeneratsiya jarayonlarini qo'llab-quvvatlaydi, mimik ajinlarni silliqlashga yordam beradi, yuz konturlarini taranglashtirishga yordam beradi. Niasinamid haqida gapirayotgan edim. Yuzingizni tiniqlashtiradi, pigmentatsiyaga qarshi kurashadi va sepkillarni kamaytirishga yordam beradigan vosita hisoblanadi. Endi bu yerda ginko biloba ekstrakti bor ekan. Bizning quyoshimiz ostida ultrabinafsha nurlar ta'siridan kelib chiqadigan qarishni oldini olish vositasi hisoblanadi. U qarang, qancha foydali mahsulotlar bor ekan. Kompleks taqdimot. Mana qarang, mukammal teri uchun 6 bosqich. Yuzingizni yuvasiz, toner bilan yaxshilab parvarishlaysiz, ustidan esa deylik o'sha sivritkasini surasiz, ko'z atrofiga ham albatta kremini surish esingizdan chiqmaydi. Keyingi bosqichda esa emulsiya, sutga o'xshagan emulsiyasini surasizda, so'ng esa oxirida oziqlantiruvchi krem bilan o'sha qilgan deylik parvarishingizni mustahkamlab qo'yasiz. Bo'ldi, ertalab turganingizda yuzingiz tiniq, tarang, yaltiragan, mayda ajinlar esa vaqti soati kelib, ya'ni siz ishlatgan saringiz 1 oy o'tadimi, 1,5 oy o'tadimi, mayda ajinlar silliqlanadi va yuz teringiz sizga rahmat aytadi. 55 kodi bilan 520-20-33 raqamlariga qo'ng'iroq qiling, hoziroq xaridlarni amalga oshiring. O'zbekiston bo'ylab barcha viloyatlarga yetkazib olib beramiz. Pulini esa yetkazib berganimizdan so'ng yoki hoziroq qo'ng'iroq qilib, hozirni o'zida o'tkazsangiz bo'ladi. Osiyoning afsonaviy komponentlari bu yerda bor, ya'ni ildizi bor. Bundan tashqari cordyceps, ya'ni aynan o'sha cordyceps zamburug'i mavjud. Ya'ni bular teriga juda foyda beradi. Terini jonlantiradi, masalan, yoshligingizni uzaytirib beradi, himoya qatlamini, ya'ni baryer deymiz, mustahkamlaydi, terini baryerini. Bundan tashqari sog'lom va yorqin teri effektini beradi. Ya'ni ham sog'lom bo'lib, mana tonalka surmasangiz ham, pudra surmasangiz ham yuzingiz tabiiy yaltirab, o'sha tabiiy yonoqlaringiz porlab turadigan effekt
effektni beradigan mahsulot hisoblanadi. Eng muhimi esa qirolichalarga xos bu yerda tanlov. Nega? Qarang, har bitta idishimizni tashqi ko'rinishini qarang, qanaqa chiroyli ishlangan. Mana qarang, avvalgi yuz teringiz charchagan, osilgan, so'liqqan, qoraygan, mayda pigmentlar bor, ajinlaringiz yorqin-yorqin ko'rinib turibdi. Lekin buni ishlatganingizdan keyin ajinlar yetarlicha taranglashtiradi yuzingizni, ajinlar sizni tark etadi, yuzingiz oppoq, silliq va qaysidir ma'noda xuddi siz bilasizmi, qayer Turkiyadanmi yoki Misrdanmi dam olib qaytgandek 10 kun, 20 kun chet elda bo'lib qaytgandek effektni beradi yuzingizga. 55 kodi bilan 520 20 raqamlariga qo'ng'iroq qiling. 6 tasi birda bo'lgan mana shu mahsulotimizni sotib olishga shoshiling. Siz ancha-muncha pulingizni tejayapsiz. Narxi 299 ming so'm. Biz esa ikkinchi soatning efir yulduzini ko'rib olamiz, so'ng esa davom etamiz. Ketdik. Vay, efirimiz yulduzini chiroyliligini qarang, bilasiz, menga nimani eslatdi bu? Qirollar saroylaridagi darvozalar bo'ladi-ku. Katta-katta og'ir, qalin, oralarida shunaqa qanaqadir naqshlari bor. O'sha darvozalar, shunaqa darvozalarni eslatyapti menga. O'ta chiroyli bo'lgan marjon ekan. Mana shu marjon bugun bizda efirimiz yulduzi. Hurmatli teletomoshabinlar, qo'ng'iroq qiling, xaridlarni amalga oshiring. O'zbekiston Respublikasi bo'ylab barcha viloyatlarga yetkazib olib borib beramiz. Pulini xohlasangiz oldindan yoki keyin to'lasangiz ham bo'ladi. Bugungi efirimizdagi taqinchoqlar hammasi bir-biridan chiroyli, hammasi bir-biridan go'zal, hammasi bir-biridan umuman olganda narxlar bo'yicha ham bemalol bahslasha oladigan juda ham chiroyli bo'lgan takliflar bo'lyapti. Zargar Shop 5 yoshda shu munosabat bilan biz nima qilyapmiz? Mana shu mahsulotlarni sizlarga zo'r takliflarda albatta namoyish qilyapmiz. Endi bizda birinchi lot marvaritli marjon ekan. Uni porlashini, uni chiroyliligini qarang, ko'rib zavq olasiz. Taqish tugul, ushlab ko'rish tugul, shunchaki uzoqdan qarab zavq olasiz. Mana. Chiroyli, a? Juda ham chiroyli. Menga yoqdi. Xaridlaringizni kutib qolamiz, hurmatli teletomoshabinlar. O'zbekiston bo'ylab barcha viloyatlarga yetkazib olib borib beriladi. Pulini xohlasangiz oldindan, xohlasangiz yetkazib berganimizdan so'ng to'lang. Ajabo, men juda qiziqib ketyapman. Mana shu marjon necha pul bo'lar ekan? Endi biz bayramona taklif deyapmiz, Zargar Shop 5 yoshga to'layapti deyapmiz, mijozlarimizni xursand qilamiz deyapmiz. Boshlang'ich narxini ko'rdik, 697 ming so'm. Juda ham chiroyli. 14 karatli pushti tili suvi yozilgan premium bijuteriya. Aytgancha, ikkinchi soatimizda bijuteriyalar namoyishi bo'ladi. Eslatib o'taman sizlarga. Va boshlang'ich narxini ko'rdik-ku, chegirmalarni hozir men eshitib, hozir hayratga tushyapman. Juda ham chiroyli. Juda ham chiroyli. Voy, mana buni qarang. Voy, ko'ryapsizmi? Hozirchi men buni o'lchab ko'rsatmoqchiman. Kattaligini so'raganlar bor. 4 sm kattalikda. Zanjirni qalinligini ko'rdingizmi? Alohida taqsangiz ham bo'ladi. Voy. Mana. Voy, KF470 mahsulot kodi 14 karatli pushta tilla suvi yozilgan premium bijuteriya va biz bijuteriyamizga sizlar kutmagan holda juda ham yaxshi chegirmalar tayyorlab qo'ygan ekanmiz va bu chegirmalarni sizga birin-ketin hozir namoyish qilamiz. Bu yerda marvaratiga ahamiyat bering. Qanaqadir boshqacha marvarat o'rnatilgan, xameleonga o'xshab porlab turadigan marvarat o'rnatilgan ekan va buni sotib olishingizga albatta arziydi. Yoz uchun juda ham ideal. 139 ming so'm va niqob sovg'a berar ekanmiz. Ham marjonni olasiz, ham niqobni sovg'aga qo'lga kiritasiz. Voy. Mana. Qarang. Qizlajonlar, hurmatli aziz ayollar, bizni tomosha qilyapsizmi? Mana shu marjonni olganingizga sizga rahmatimiz, tashakkurimiz sifatida mana shu niqobni sovg'a qilamiz. Bu niqob juda ham foydali hisoblanadi. Matoli niqob hisoblanadi. Yuzingizga qo'yasiz, yuzingizni namlantirib, oziqlantirib, oqartirib beradi va chaqaloqlardek teringizni mayin qilib qo'yadi. Aynan mana shu niqob sizga sovg'aga jo'natiladi. 55 kodi bilan 520-20-30 raqamlariga bog'lanishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Aytgancha, bu zanjirni aytib o'tdim, alohida taqsa bo'ladi deya. Marvaratiga to'xtaladigan bo'lsak, odatda xameleon marvaratlar juda kam uchraydi. Sun'iy marvarat bo'lsa-da. Sun'iy
marvaridlar hozirgi kunda tabiiylari bilan bir xilda sotilayotgan mahsulotlar sirasiga kiradi. Bu yerda ahamiyat bersangiz, porlayapti, ko'ryapsizmi? Perlamutr porlayapti, sarg'ish, pushti, moviy, ko'k bo'lib porlayapti, ko'ryapsizmi? Juda ham chiroyli. Oq toshlar bilan ideal uyg'unlashgan, zanjirini qarang, polirovkasini har bitta qismi yaltirab turibdi va umuman olganda bilmadim, egasiga menimcha juda ham ma'qul kelsa kerak. Mabodo sovg'aga olsangiz ham egasini xursand qilasiz. Mana singlingizga, opangizga olyapsizmi bilmadim. Men ataylabdan zanjirini sizga yaqinroq ko'rsatish maqsadida mana bunday qo'llarimni harakatga keltiryapman. Hurmatli teletomoshabinlar, ko'ring, qanaqa chiroyli mahsulotni juda ham yaxshi narxga olyapsiz. Marjonni olganingizda biz sizga albatta sizning yuzingizni parvarishi uchun maxsus niqobni sovg'a qilamiz. Niqob esa sizlarga albatta yuzingizni oqartirib, namlantirib, oziqlantirib berishga yordam beradi. Afsuski buni uzoq ushlab tura olmaymiz. Keyingi lotga o'tamiz. Bizdan uzoqlashmang va marjonni sotib olsangiz, qo'limdagi hozirgi niqob sizga mutlaqo bepul sovg'aga jo'natiladi. Telefon raqamlarimizga bog'lanishda davom eting. Biz esa keyingi lot tomon yo'l olamiz. Xo'sh, keyingi lotda bizda o'ta chiroyli, nafis, yozgi obrazlarimizga mos bo'lgan ziraklar kutayotgan ekan. Voy, pushtirang. Yaxshi ko'raman men pushtirangni. Pushtirangda o'ta chiroyli bo'lgan ziraklarni hozir sizga taqdimotini o'tkazamiz. Qarang. Qarang, qanaqa go'zal. Voy, tillaga o'xshaydi. Yuqori tomonlari quloqlar suprasini yopadigan qilib ishlangan ekan va toshchalarga ahamiyat bersangiz, toshlarni qarang, yaltirashni pianitning eng yuqori sifatlisi. Pianitning ham har xili bo'ladi-da. Pianitning ham arzoni, o'rtachasi, qimmatrog'i bo'ladi. Ya'ni bu yerda eng qimmat, eng sifatli pianitlar o'rnatilganligini aytib o'tmoqchiman. Shoshilishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Hozir ziraklarni sizga o'lchab ko'rsatmoqchiman. Qanchalik kattalikda ekanligini mana qarang. 1 sm 8 mm ekan. Ko'ryapsizmi? 1.8. 55 kodi bilan 520-20-33 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, xaridlarni amalga oshiring. Taqiladigan joyi inglizcha, tushib qolmaydi. Yoz uchun ideal tanlov. Yozgi shifon ko'ylaklar, marlyovkadan ko'ylaklar, lion ko'ylaklari bilan shifondagi mayda-mayda gulchalarga moslab olsangiz bo'ladi. Mana qarang. Qarsillab yopiladi, ko'ryapsizmi? Juda ham chiroyli ekanligini aytib o'tmoqchiman sizga. 55 kodi bilan 520-20-33 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, xaridlarni amalga oshirib olasiz. Juda ham chiroyli. Endi bitta narsani so'ramoqchiman. Jamoamizdan sovg'asi bo'lsa zo'r bo'lardi, chegirmalari ham yaxshi bo'lsin. Zargar Shop 5 yoshga to'layapti va biz sizlarni, siz aziz muxlislarni xursand qilmoqchimiz. KF 762 mahsulot kodi ekan, 14 karatli pushta tilla suyruq yozilgan premium bijuteriyamiz 796 ming so'm edi. Endi esa bu narxlarni unutamiz. Bo'ldi. Buni unuting, yangi narxni qarshi olasiz hozir. O'zik sovg'a ekan. Qanaqa o'zik bo'ladi? Hozir ko'rasiz. 299 ming so'm ziraklarimiz narxi ekan. Bayramona taklif. Bayramona taklif. Ana bo'lmasam. Hurmatli teletomoshabinlar, o'zigimizni chiroyliligini hozircha men sizga qaysi qopchalarda borishini ko'rsatib o'tmoqchiman, nimada borishini ko'rsatib o'tmoqchiman. Hurmatli teletomoshabinlar, mana qarang. Siz bijuteriya sotib olasiz. Endi bizni bijuteriyalar sizni uyingizga mana shunaqangi Zargar Shopning firmenniy qopchalarida boradi. Chiroyligini shirincha qopchalarida, mini qopchalarida boradi. KF 762 mahsulot kodi, ziraklar 299 ming so'm. O'zik sovg'a edi. O'zigimiz ham juda ham chiroyli ekan, sifati a'lo darajada. Mana qarang, qanaqa chiroyli o'zik boradi uyingizga. Voy! Mana shu qopchalarga solib jo'natamiz. Qorboboni qopchalariga o'xshab chiroyli bo'lib boradi uyingizga. Ko'ryapsizmi? Zargar Shopni maxsus qopchasi. Va xohlasangiz, mana qutichalaringiz bo'lmasa yoki qutichalaringiz uyda to'lib ketgan bo'lsa taqinchoqlarga, shu qopchalarda ham taqinchoqlarni saqlasangiz bo'ladi bemalol. Chunki bu juda ham yumshoq barq qopchalar hisoblanadi. Endi bu hali hammasi emas ekan. Jamoamizning aytishlariga qaraganda sizga yana qo'shimcha syurprizlar bor ekan. Bayramona taklif. Ikkita o'zik sovg'a bo'lar ekan, ya'ni qo'shimcha yana bitta o'zik bo'ladi. 169 ming so'm chegirma bilan. Qizlar, o'zigimiz bitta edi, ikkita bo'ldi. Endi esa qo'shimcha 169 ming so'm chegirma ham bo'ldi. Qarang. Hurmatli teletomoshabinlar, zirakni olyapsiz 169 ming so'mga va biz sizga ikkita o'zik jo'natyapmiz. Ikkita o'zikni bitta qilib taqsangiz ham bo'ladi. Alohida qilib taqsangiz ham bo'ladi. Hozir diqqat bilan ko'rsangiz mana. Voy! Asalligini qarang. O'rimga o'xshatib ishlangan ekan. Shunaqa o'ziklarni yaxshi ko'raman. Barmoqni nafis ko'rsatadi. Qarang. Buni-chi mana bunday taqishingiz ham mumkin. Misol uchun. Mana.
Voy. Gap bo'lishi mumkin emas. Menga yoqdi. Nafis go'zallik. Ikkita uzukni bitta qilib taqish ham mumkin ekan. Hozir urfda-ku, hozir bilasizmi? Yoki alohida qilib taqsa ham bo'lar ekan. Juda ham zo'r. Mana yaltirashini yana bir marta ko'rsating. Uzuklarimizni yaltirashini yana bitta ko'raylik. Mana qarang. Tepaga biroz ko'tarib qo'yaman. Mana. Rosa chiroyli. Voy, biroz barmoqlarimga katta bo'lgani uchun balki unchalik ham chiroyli ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin, ammo siz ko'ring buni toshchalarini qarang. Qarang, chiroyli, mana qarang. Mayda fionitlar go'yoki brilliantlarga o'xshaydi. Mana buni qarang. Porlashini qarang. Voy, rosa chiroyli. Ziraklarimizni qarang endi. 169 ming so'mga zirak olyapsiz. Biz esa sizga nima qilyapmiz? Aynan ikkita uzukni sovg'a qilyapmiz. Ikkita uzukni xohlasangiz birlashtirib, xohlasangiz alohida taqsangiz ham bo'ladi. Men hozir shularni birlashtirib oldim, chunki menga birlashgan holati ko'proq yoqyapti. Nega? Chunki qarang, boy badavlat, hashamatli ko'rinyapti. Qarang. Toshchalarni qarang. Yonishni qarang, buni porlashni. Voy, mana. Voy, qarang, ko'ryapsizmi? Asal. Voy, rosa ham chiroyli. KF762 mahsulot kodi 14 karatli tilla suv yurg'izilgan premium bijuteriya. Bayramona taklif. Bittagina bizdan, bittagina aynan ziraklarni olasiz, ikkita uzukni esa egasi bo'lasiz. Fashion kolleksiyamiz bugun juda ham bir boshqacha tarzda boshlandi. Ya'ni qaysidir ma'noda marjonimiz ham yaxshi narxlarda bo'ldi. Mana keyingi lotimizda aynan uzugimiz ham, ziraklarimiz ham ko'ryapsizmi, sizlarga qanaqangi yaxshi imkoniyatlarda taklif qilinyapti. Barmoqlarimga katta bo'lgani uchun tushib qolyapti, aytga buyurmaysiz, ammo siz o'zingizni o'lchamingizni olsangiz, albatta juda ham chiroyli yarashtirib taqib olishingizga umuman shubham yo'q. Sifati a'lo darajada bo'lgan fionitlar bu yerda o'rnatilgan. Teringizga allergik reaksiyalar bermaydi, yillar davomida taqishingiz imkoniyatini beradi. Demak, bu lotimizga ajratilgan vaqt tugadi. Biz esa keyingi lotga o'tamiz. Qarang, qanaqa chiroyli bo'lgan. Bizda uzuk bor ekan. Gap bo'lishi mumkin emas bu uzukka. Menga yoqdi. Shoshilishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Qo'ng'iroqlarda davomli bo'ling. Qarang. Voy. Mayda barchalar. Bilasizmi, men buni tovusdan ochilgan qanotiga ham o'xshatyapman. Qarang, qanaqa chiroyli. Oy. Demak, mana bu uzukni men taqib oldim. Qarang, qanaqa chiroyli va bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Ambanilar kolleksiyasidagi zumrad taqinchoqlarga juda ham o'xshab ketar ekan. Mana qarang, yashil rang baribir o'zini qaysidir ma'noda haroratli ko'rinishi, o'zini o'sha yangi chiqqan kurtakdek tovlanib turishi va egasiga qaysidir ma'noda yoshlik baxsh etishi bilan ajralib turadigan rang hisoblanadi va ambanilar oilasi bu rangni sevadi. Bu rangli yashil toshni ham sevadi. Barmoqni vizual darajada uzun ko'rsatadi. Barmoqni shunaqangi boy badavlat hashamatli ko'rsatadi. Yaxshi tomoni shundaki, har kuni ham taqsangiz bo'ladi va albatta qanaqadir bir bayramlarga ham taqsangiz ham bo'ladi. Mana qarang. Chiroyliligini qarang, qizlar. Bilmadim, menga juda ham yoqdi. Shoshilishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Endi buni teskari taqib ko'ramiz. Qanaqa turar ekan? Menga qiziq. Mana uzunchoq tomonini pastga qaratib taqdim. Mana shu tomoni hozir tepaga qarab turgan edi. Endi pastga qaratib taqdim. Qarang, ikkala holatda ham ideal, ko'ryapsizmi? Boyaga kremlar bor-ku, taklif qilgan kremlarimizni qo'limga surib olgandim. Qarab turishini qarang, chiroyli bo'lib. Ko'ryapsizmi? Yuzingizga sursangiz ham shunaqangi chinnidek yaraqlatib qo'yadi yuzlaringizni. Demak, uzugimizning boshlang'ich narxi 895 ming so'm ekan. KG066 mahsulot kodi 14 karatli pushta tilla suv yurg'izilgan premium bijuteriya. Hurmatli teletomoshabinlar, bilasizmi? Shunaqangi xursand bo'lib ketyapman. Narxi chunki juda ham zo'r bo'ladi deyaptilar prodyuserimiz. Qanday bo'ladi? Nima deb o'ylaysiz? Chegirma bo'ladi bittagina, lekin sizga yoqadi. Xo'sh, Zargarshow 5 yoshda. Shu munosabat bilan sizlarga chegirmani zo'rini taklif qilamiz. Qanaqa chegirmalar bo'lishini esa mana 329 ming so'm ekan. Xo'p. Ziraklar bilan marjon esa meni xursand qildi. To'g'ri, chegirma meni tabassumimni birozgina deylik yorqinlashtirmadi desam bo'ladi-yu, lekin taqinchoqlarni sovg'a ekanligi boshqacha bir kayfiyat berdi desam mubolag'a bo'lmaydi. Hurmatli teletomoshabinlar, bizda ziraklar va marjon sovg'a. Ana. Voy. Ziraklar kapalaklarga o'xshab qolar ekan. Qarang, mana bunaqa taqsangiz, mana. Qarang. Chiroyli, a? Voy! Tabiatni eng go'zal shunaqangi bir holati bo'ladi-ku bahor oyida. Endi gullar o'sha
Hamma narsa gullaganda kapalaklarni uchib yurishi qarang. Xuddi shu manzara. 329 ming so'mni endi 329 ming so'mligicha qoldiramiz menimcha, lekin bitta qo'shimcha sovg'a qo'shamiz. Soch to'nog'ichi qo'shilar ekan. Voy! Qanday yaxshi soch to'nog'ichi. Qirolichalarga xos bo'lgan soch to'nog'ichi sizni sochlaringizga o'zgacha go'zallik bag'ishlab turadigan aksessuarlardan biri hisoblanadi. 55 kodi bilan 520-20 raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Soch to'nog'ichimizga xaridor bo'ling. Biz esa O'zbekiston bo'ylab barcha viloyatlarga yetkazib olib borib beramiz. Hurmatli teletomoshabinlar, go'zallik sizlarni uzoq kuttirmaydi, tezda tugab ketadi. Shuning uchun qo'ng'iroq qiling, o'ylanib o'tirmang. Qarang, qanaqa katta takliflarni beryapmiz. Qarang, soch to'nog'ichini mana shu yerga qo'yib qo'yaman. Yozilgan efirda o'zingiz bilib olasiz. Hozir men sizga mahsulotlarni qanchalik katta va sifatli ekanligini ko'rsatib bermoqchiman. Deylik, ziraklardan boshlaymiz. Mana bu ziraklarni qarang. 2,5 sm. Mana bu uzukni kattaligini qarang. Buni ham ko'ramiz, mana qarang. 3 sm, hattoki 3,2. Marjonni qarang. To'y hashamlarga bemalol taqsangiz bo'ladi. 4 sm. Vaqtimiz bor bo'lsa taqib ko'raylik demoqchi edim. Aynan shu fikrda ekanlar. Prodyuserimiz ham hozir men taqaman, siz esa ko'rasiz. Qanaqa chiroyli turadi bu. O'zimni ham havasim kelib ketyapti hattoki. Voy, kim olayotgan bo'lsa ham sizga to'g'risini aytaman, havasim kelyapti. Bularni taqish o'zgacha bir zavq, bularni namoyish qilish alohida bir zavq deb aytsam bo'ladi. Demak, yashil toshlar o'zi har doim xaridorini topgan. Hozir ham juda ham tez sotilib ketyapti. Shuning uchun mabodo ikkilanayotgan bo'lsangiz, bizda boshqa yashil toshlardan taqinchoqlar yo'q. Shuning uchun ulgurib qoling mana shuni olishga. Hozir tugab qolsa, voy deysiz, keyin biz topib bera olmay qolamiz aynan bunaqa go'zalliklarni. Qarang. Ziraklarni ko'ramiz. Kapalaklar misol, ziraklar buni teskarichasiga taqsangiz ham bo'ladi, o'ngichasiga taqsangiz ham bo'ladi. Ya'ni mana bu qanotini tashqariga yoki qanotini ichkariga qilib taqsangiz ham bo'ladi. Mana ko'ryapsizmi? Mana o'zigimiz. Quloqlar suprasini yopadi, faqat sal ko'tarib qo'yish kerak. Menimcha ko'tarishga ulgurmadi. Ha, mana. Endi aniq yopadi. Yoki yopmasa, orqasiga bolalaringizni, misol uchun bolachalaringizni ko'zmunchoqchalarini qadab qo'ysangiz ham bo'ladi ziraklar orqasiga. Mana marjonni ko'ring. Marjonni qarang, qanaqa chiroyli o'zik bilan. Mana. Oqshom liboslari bilan juda ham chiroyli bo'ladi. Mana ziraklarni ham ko'ramiz. Mana qarang, uzoqdan ham yarraqlab, charraqlab turibdi o'zi ham mana. Quloqlar suprasini yopdi, birozgina sal tepaga ko'targanimizda. KG066 mahsulot kodi, shoshiling, qo'ng'iroq qiling, xaridlarni amalga oshiring. O'zbekiston bo'ylab barcha viloyatlarga yetkaziladi yangi kolleksiya. Bu mutlaqo yangi kolleksiya va sotib olishingizga arziydigan kolleksiya. Garchi buni narxi har birini narxi 399-400 ming so'mdan bo'lgan taqdirda 1,2 million so'mga sotilishi kerak bo'lsa, biz sizga juda ham yaxshi narx taklif qilyapmiz. 329 ming so'mga hammasi, ya'ni ham marjon, ham ziraklar, ham uzuk, ko'ryapsiz-a? Juda ham yaxshi narxlarda taklif qilinyapti. Siz esa bundan foydalaning, imkon qadar foydalaning. Bundan tashqari sizga to'nog'ich, soch to'nog'ichi ham sovg'aga jo'natiladi. Mana. Qarang, qanaqa chiroyli. Qarang buni. Voy, rosa yoqdi menga. Bilmadim sizga qanday, lekin menga juda ham yoqdi. Sovg'asi ham yoqdi. Umuman olganda sizga taklif qilgan bo'lardim. Shoshiling, qo'ng'iroq qiling, xaridlarni esa amalga oshiring. O'zbekiston Respublikasi bo'ylab barcha viloyatlarga yetkazib olib borib beriladi. Mana shu go'zallikni siz mazza qilib taqasiz. Har taqqaningizda mana sochlaringizni turmaklab mana bu soch to'nog'ichini taqib olasiz. Uzukni taqqaningizda, uzuk bilan zirakni alohida taqsa bo'ladi. Zirak bilan marjonni alohida taqsangiz ham bo'ladi. Hammasini birga taqsangiz ham bo'ladi. Zanjirlarni olib boshqa marjon ulab taqsangiz ham bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Har xil versiyada taqish imkoniyatiga egasiz. KG066 mahsulot kodi 14 karatli pushta tilla suv yurg'izilgan premium bijuteriyamiz yangi kolleksiya mutlaqo 329 ming so'mga juda ham yaxshi narxga belgilandi. Katta. Mana buni eslab qoldingizmi? Mana bu ziraklar 2,5 3 sm ga yaqin edi. Uzugimiz 3 dan oshiqroq 3,2 edi. Marjon esa 4 sm edi. Ko'ryapsizmi? Katta taqinchoqlarni salmog'i ham boshqacha bo'ladi. Umuman olganda bularni shu to'ylarga taqsangiz juda ham go'zal porlaysiz. Latofatingiz ortadi. O'zingizga ishonchingiz ham albatta ortadi. Ba'zilar aytadi-da, misol uchun men taqinchoq taqsam o'zimga ishonchim ko'payadimi deyishadi. Siz buni albatta his qilib ko'rishingiz kerak yangi taqinchoq bilan yoki yuzingizni chiroyli qilib pardoz vositasi sotib olib, chiroyli qilib qilgan holda. Umuman olganda yangi libos bilanmi? Albatta bu narsa bo'ladi har bir ayol kishida. Endi biz davom etamiz. Keyingi lotga o'tamiz. Voy! Anchadan beri bo'lmayotgan edi bunaqa taklif. Ishoning.
kim bizni anchadan beri ko'rmayotgan bo'lsa yoki har doim ko'rib endi ko'rayotgan bo'lsa, misol uchun rostdan ham ishonadi meni gapimga, bunaqangi zanjir anchadan beri taklif qilinmayotgan edi, bilasiz. Bugungi efirda juda ham yaxshi narxlarda sizlar uchun biz buni ko'rsatib o'tamiz, taqdimotini o'tkazamiz. Qarang, qanaqa ajoyib ishlangan, to'lqinsimon dizaynda. To'lqinsimon dizaynda. Voy, buni polirovkasini ko'rilishini qarang. Qarang. Voy, video lavhada zo'r porladi, lekin studiyamiz chiroqlarida ham. Voy, qarang buni, qizlar, olish kerak darhol. 55 kodi bilan 520-2033 raqamlariga qo'ng'iroq qiling. KG059 kodini ayting. 14 karatli pushta tillasi yurg'izilgan premium bijuteriyamizga xaridor bo'ling. Boshlang'ich narxi 598 ming so'mni tashkil qilyapti. Juda ham soz. 598 ming so'm. Qarang, qattiq bo'lib turadi mana. Juda ham sifati zo'r. Qarang. Ruscha ham yaxshi. Xuddi Italiya tillasiga o'xshaydi, mana qarang. Birga bir, mana 585 probasi urilgan. Ya'ni qanaqa tilla suv yurg'izilgan bo'lsa, o'sha proba bu yerda urilganligini ko'rishimiz mumkin. Ko'rdingizmi? Sifati juda ham yaxshi, taqqaningizda ham original, shunaqa bir haqiqiy tillaga o'xshab turadi. Xo'sh, endi 598 ming so'm narx belgilangan. Bu narxda qoladimi yoki yo'qmi? Buni hozir bilib olamiz. KG059 mahsulot kodi mana shu yerda yozilgan. 598 ming so'mni zo'r narxga o'zgartiraylik. Ayollar qo'ng'iroq qilganini bilmay qolishsin, hurmatli jamoa. Xo'sh, 179 ming so'm. Aha. Yana qo'shimchasiga nima sovg'a qilasiz bizga? Ha, niqob sovg'a ekan. Keling, niqoblarni sizga taklif qilamiz. O'z niqobga qarab turgan edim. Shu sovg'a bo'lsa bo'lardi deb. Demak, niqob sizga sovg'a bo'lar ekan. Agar siz bizdan zanjirni olsangiz, niqobni mutlaqo bepulga sovg'aga jo'natamiz. Shoshiling, qo'ng'iroq qiling, xaridlarni esa amalga oshiring. O'zbekiston Respublikasi bo'ylab barcha viloyatlarga yetkazib olib borib beriladi. Pulini xohlasangiz oldindan, xohlasangiz yetkazib berganimizdan so'ng ham to'lasangiz bo'ladi. Niqob oqartiruvchi niqob hisoblanadi va bundan tashqari yuzingizni oziqlantirib, namlantirib beradi. Endi hurmatli teletomoshabinlar, niqoblar juda ham sanog'i kam qolyapti, shuning uchun zanjirlarimizni sotib olishga ulgurib qoling. Agar niqob ham kerak bo'lsa, niqoblarni foydalanish qoidalarini ham aytib o'taman. 15-20 daqiqaga kechasi ishlatishingiz mumkin. Endi nega meni yana ko'rsatishyapti? Nima deb o'ylaysiz? Menga to'yib qarab olishmoqchi ekan. Albatta, bu hazillashyapti. Demak, uzuk sovg'a ekan. Uzuk qo'shildi. Ham 179 ming so'm, ham uzuk ham qo'shildimi? Voy! Kutilmaganda, o'zi lekin qaraganimda qutichaning ichida hech narsa yo'q edi yonimda. Shuning uchun men, voy, demak zanjirni o'zi ekanda, lekin baribir narxi yaxshi ekan deb turgan edim. Mana bunaqangi uzuk. Mana bunaqangi uzuk sovg'a bo'ldi. Juda chiroyli uzuk va nega? Bilasizmi? Faol bo'lganingiz uchun, qo'ng'iroqlarni ko'p amalga oshirayotganingiz uchun sizlarga juda ham yaxshi sovg'a bo'ldi deb ayta olaman. 179 ming so'mni bo'lib tashlayingda qancha bo'ladi? Hozir men sizlarga aytaman. Demak, 90 ming so'm, 89 ming so'm, 500 so'mdan to'g'ri kelyapti har biri. Xo'p, mayli 89 ming so'mdan bo'lgan taqdirda ham, misol uchun 500 so'mga mana bu niqobni hisoblab olsangiz, umuman olganda zo'r narx. 179 ming so'mga ham zanjir, ham uzuk, ham niqob egasi bo'lish bu zo'r imkoniyatlardan biri. Zargar Shop 5 yoshda shu munosabat bilan sizlarga taklif qilamiz mana shunaqangi yaxshi imkoniyatni. 55 kodi bilan 520-2033 raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Navoiy telekanalida siz Zargar Shopni tomosha qilyapsiz. Zargar Shopda birinchi soatimizda kumush taqinchoqlari bo'ldi, ikkinchi soatimizda bijuteriyalar bo'ldi va bijuteriyalarimiz aynan mana shu zo'r narxlarda olayotganingizdan menimcha juda ham xursandsiz. Men ham xursandman yaxshi narxlarda taklif qilayotganimiz uchun. Sababi bizni 5 yoshligimiz munosabati bilan chegirmalar ancha-muncha yaxshilangan, yanada pastga tushgan. Yanada bu ham bo'lsa vaqtincha oyning oxirigacha, shuning uchun ulgurib qolishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Mana bu zanjirimiz esa aynan aytib o'tmoqchimanki, zanjirimizga yaxshilab qaraydigan bo'lsangiz, yana bir marta tushuntiraman, qattiq, baquvvat zanjirlardan biri, uncha-munchaga uzilib ketmaydi. Mana juda ham sifatli ishlangan, ko'ryapsizmi? Mana. Qarang. Qanaqa chiroyli yaltirashini qarang, buni polirovkasini. Mana. Uzukini qarang, qanaqa chiroyli. Qizlar, pulingiz yoningizda qoladi. Onajoningizga olasizmi, o'zingizgami, opa-singillargami, dugonangizga sovg'agami, buvingizga olasizmi? Juda yoqtirib taqishadi va sizni kerak bo'lsa duo qilishadi. Biz esa davom etamiz. Zanjirlarimizga xaridor bo'lishingiz mumkin. KG059 kodini eslab qoling yoki yozib oling. Yoki bo'lmasa, hech bo'lmaganda telefoningiz kamerasiga suratga olib oling. Bizda keyingi lot mana shunaqangi sizni
ko'zlaringizni qorachig'i kabi tim qora bo'lgan go'zallik, o'ta chiroyli ziraklar taklif qilinar ekan. Qarang buni. Gap bo'lishi mumkin emas. Qizlar buni darhol olishingiz kerak. Bunaqangi go'zallik ko'p kuttirmaydi egasini. Darhol ba'zilar birinchilardan bo'lib qo'ng'iroq qilib olishadi. Narxini bilmasdan barcha 20 beradi-yu, zargar shopdagilar deyishadi-da. Qo'ng'iroq qilib olishadi. Mana 2 sm ekan zirakimiz. 2 ekan o'zi? 1.8. Ko'ryapsiz-a? 1.8. Taqiladigan joyi inglizcha. Mana inglizcha. Hozir qadab ko'ramiz. Pushti tili suv yurg'izilgan ekan. Boyagisi sariq tili suv yurg'izilgan taqinchoqlar edi. Bu esa pushti tili suv yurg'izilgan taqinchoqlar ekan. Kimgadir pushti yoqadi, kimgadir sarig'i yoqadi. Shaxsan men o'zim sarig'ini juda ham yaxshi ko'raman. Mana ko'ryapsiz-a? KG017 mahsulot kodi 14 karatli pushti tilla. 677 ming so'mni tashkil qilar ekan boshlang'ich narxi. Chegirma narxini ko'ramiz. Sifati a'lo darajada bo'lgan bijuteriyalar ketma-ketligini sizga taqdimotini o'tkazyapmiz. Kimgadir yoqar lola, kim atirgul shaydosi deyman-ku har doim. Aynan marvaridli marjondan boshladik. Orada pushti taqinchoqlarni namoyish qildik. Mana qorasiga ham navbat yetib keldi. Ko'ki ham bo'ldi. 139 ming so'mga ziraklarni olsangiz, biz sizga sovg'alar jo'natar ekanmiz. Ya'ni niqobni sovg'aga jo'natar ekanmiz. Ana ayollarimiz yanada go'zal bo'lib yurishi uchun harakat qilyapmiz. Nafaqat o'sha taqinchoqlar bilan, balki o'sha teringizga ham g'amxo'rlik qiling degan maqsadda mana shu niqoblarni sizga sovg'a qilamiz. Niqob matoli hisoblanadi. Sizga bularni ishlatish qoidasini aytib beraman. Endi ba'zilar aytadi, shuni ham aytasizmi? Bilamiz-ku deyishadi. Bilmaydiganlarga aytib o'tmoqchiman. Ya'ni yuzingizni yaxshilab yuvib tozalaysiz. Niqoblarni mana shu idish ichidan olasiz, so'ng esa joylaysiz. So'ng 15-20 daqiqaga qo'yasiz. Men esa yarim soatga ushlayman. Ko'pincha yuzim juda ham quruq bo'lgani uchun yarim soat yotaman. Misol uchun kechki payt qo'yaman ko'pincha uxlashdan avval. Keyin esa ustiga o'sha siviritka kremlarni surib, mustahkamlab yotaman. Ertalabgacha yuzim yumshoq bo'lib qoladi. Ya'ni sizga ham tavsiya qilgan bo'lardim. Endi ba'zilar ertalab kunduzi qo'yadi, makiyaj qilishdan, pardoz qilishdan oldin. Endi bu uchun vaqt bo'lishi kerak. Vaqtliroq turadigan paytingiz bo'lsa, misol uchun endi choy tayyorlaysiz, boshqa qilasiz, yuzingizga parvarish qilishga menimcha vaqtingiz bo'lmaydi. Menda masalan bo'lmaydi vaqt, shuning uchun ertalab umuman parvarish qila olmayman. Parvarishlarimni kechki tomon amalga oshiraman. Ya'ni siz ham buni xohlasangiz kechqurun, xohlasangiz ertalab pardozdan oldin ishlatsangiz ham bo'ladi. 55 kodi bilan 520-20-33 raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Bizda hozir ayni damda ziraklarimiz sotilyapti 139 ming so'mdan. Zirakni olganlarga niqobni sovg'a qilamiz. Niqob nima qiladi? Yuzingizni oqartiradi, namlantiradi, oziqlantiradi, taranglashtiradi va yumshatadi. Ya'ni yuzingizni chaqaloqlarning terisidek mayin qilib qo'yadi. Qo'ng'iroq qiling, xaridlarni amalga oshiring. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Hurmatli teletomoshabinlar, Zargar Shopdan Navoiy telekanalida siz aynan bizni eng yaxshi kolleksiyamizni hozir guvohi bo'lyapsiz. Birinchi soatimizda kumushlar bo'ldi, mix toshlar bo'ldi, juda ham chiroyli toshlardan taqinchoqlar namoyish qilindi va hozir ayni damda esa ikkinchi soatimizda bijuteriyalar orasida yangi kolleksiyalari ham bor. Yaxshigina chegirmalarga tushgani ham bor. Zargar Shop 5 yoshga to'layotgan munosabat bilan sizlarga yaxshigina chegirma sovg'alar ham hattoki ulashyapmiz. Mana shu ziraklar narxi 229 ming so'mga sotilgan, taqalganda. Bugun ham 139 ming so'mga sotilyapti. Chegirmada ham mana bu sovg'a berilyapti. Ya'ni niqob sizlarga sovg'aga jo'natilyapti. Ham tashqi ko'rinishingiz, ham teringizni go'zallashishiga o'zingiz sababchi bo'lasiz. Shuning uchun ikkilanmang, o'zingiz uchun rag'bat sifatida, rahmat sifatida. Misol uchun kun davomida uyda ishni amalga oshirdingiz yoki bir hafta davomida hamma ishlaringizni qilib bo'ldingiz, o'zingizga misol uchun o'sha rahmat sifatida mahsulotlarni olib, o'zingizni xursand qilib turishingizni tavsiya qilaman. Ulgurdingiz degan umidamiz. Biz keyingi lotga o'tamiz. Bizdan uzoqlashmang. Xaridlarda esa davomli bo'ling. Voy! Quyosh ayollar bo'ladi, bilasizmi? Shunaqangi porlab, yuzi kulib turadigan quyosh ayollar bo'ladi tabiatda, umuman olganda hayotda. Aynan shunaqa quyosh ayollarni esladim mana shu marjonni ko'rganimda. Har bir oilada ayol bu, bilasizmi, quyosh hisoblanadi. Uni atrofida dunyo aylanadi. U oila a'zolarini isitadi, qo'llab-quvvatlaydi, bir joyga jamlaydi. Bilasizmi, o'sha uydagi ayol, uydagi ona bu o'sha uydagi insonlarni bir joyga jamlaydigan uyini quyosh hisoblanadi. Aynan mana shu marjonni o'sha onalar, ayollarimizga, quyosh ayollarimizga ataymiz desak, menimcha xato bo'lmaydi.
Bu marjon. Bu marjon bilasiz, o'zini tovlanuvchanligi, o'zini bir noodatiy dizayni bilan, markazda bo'rtib chiqqan toshi bilan albatta egasini, albatta o'zini o'sha sotib olgan egasini unikalligini, nozik did egasi ekanligini, eksklyuziv taqinchoqlarni yaxshi ko'rishini ta'kidlab belgilab turadi. KG126 mahsulot kodi 14 karatli pushta tilla yozilgan premium bijuteriya bizni efirimiz yulduzi 994 ming so'mdan belgilanibdi boshlang'ich narxi, lekin biz sizga har doimgidek zo'r narx belgilaymiz, lekin siz hozircha meni ta'rifimni eshiting. Qarang, misol uchun har bir ayol eng chiroyli taqinchoqlarga loyiq. Mana shu marjon o'sha eng chiroyli taqinchoqlarga loyiq bo'lgan ayollarimiz uchun maxsus yasalgan. Buni dizayniga qarang. Markazdagi tosh go'yoki yurakka o'xshaydi. Atrofidagi toshlar esa go'yoki o'sha yurakni atrofida tomir otgan o'sha qon tomirlariga o'xshab ketadi. Chiroyli, a? Aynan ayol kishini chiroyli timsoli desak bo'ladi. Mana shu go'zallikni atrofga o'sha iliqlik beradigan ayol kishini go'zal timsoliga o'xshatsak bo'ladi. Demak, mana deylik, mana go'zal har bir ayolimiz go'zal. Har biri unikal. Har birining o'ziga xos fe'l-atvori bor. Har birini qoshi kamon, birini sochi sumbul, birini lablari bir qizg'aldoqdek chiroyli va hokazo. Ya'ni demoqchimanki, har bir ayollarimizda bunaqangi marjon bo'lishi kerak. Endi biz chegirmalar beramiz 499 ming so'm va sizga sovg'alarimiz ham bor. Nega? Zargarshop 5 yoshga to'layapti va shuning uchun biz sizga uzukni sovg'a qilamiz. Voy! Bu uzukni dizayniga ham bir ko'z tashlang. Voy. Gap bo'lishi mumkin emas. Aynan ayollarimizdan go'zallik timsoli bo'lgan taqinchoq. Bilasizmi? Bunga o'xshagan uzuk topdik-da, biz hozir solishtirib ko'rmoqchimiz, ya'ni narxlar borasida sizlarga ma'lumotlar bermoqchimiz. Yaxshilab qarang va kuzating. Uzukni qarang. 1000, yo'q, 11250 AQSh dollarimi? Nima bu? 11250 AQSh dollari. To'g'ri, bu yerda brilliantlar o'rnatilgan, ammo bitta narsani aytib o'tmoqchimanki, brilliantdek porlaydigan bizda fenitlar o'rnatilgan. Mana saytlarga ahamiyat beradigan bo'lsangiz, mana shunaqa kabi dizayndagi taqinchoqlarni ko'rasiz. Har birini alohida narxlari bor. Mana 1200 yevro ekan bu yerda. Shunga o'xshashroq uzuk. 1200 yevro tasavvur qilyapsizmi? Endi yevro bilan bilasiz, dollarning farqi bor, ya'ni kurs bo'yicha demoqchiman. Ya'ni ancha-muncha qimmatroq yuradi yevro. Ya'ni aytib o'tmoqchimanki, bu yerda uzugimiz, marjonimizga ahamiyat bering, qanaqangi o'ta chiroyli dizaynda ishlangan. Hoziroq qo'ng'iroq qiling, xaridlarni amalga oshiring. O'zbekiston bo'ylab barcha viloyatlarga yetkazamiz. Pulini xohlasangiz oldindan, xohlasangiz yetkazib berganimizdan so'ng ham to'lasangiz bo'ladi. Qarang, bu yerda uzukni geometrik shakli biroz kichikroq marjonga nisbatan. Nega? Marjon endi ko'ksingizda yirikroq bo'lib turishi uchun, uzuk esa barmog'ingizni nozikroq ko'rsatishi uchun sizga yordam beradi deb aytib o'tmoqchiman. Mana ko'ryapsiz-a? Kelasi 499 ming so'm narxini nima qilamiz? Tushiramizmi? Nima deysiz? Hurmatli teletomoshabinlar, bayramona taklif bo'lgan. Hozir bayramona taklifda biz sizga marjonga hozir uzukni qo'shib beryapmiz. Endi markazdagi toshga ahamiyat bering, ulkan hayotbaxsh yurakdek joylashgan va bu yerda hozir mana chegirmalar beramiz deyaptilar prodyuserimiz. Chegirmalarimizni ko'ramiz. Chegirmani ko'rib oldim, lekin qo'shimcha chegirmalarni qo'shib beramiz deyaptilar. KG126 mahsulot kodi 299 ming so'm. Mana bu yerda 399 yozilgan edi. 299 ming so'm. 299 ming so'm plus qo'shiladi. Qo'l kremi, ziraklar. Qo'l kremi, ziraklar. Ana bo'lmasa. Bunaqasi rejada yo'q edi, lekin hozir men o'qidim bu nimalar borligini. 299 ming so'm chegirma bo'ladi, marjon va uzuk edi. Qo'l kremi, ziraklar ham qo'shildi. Qizlajonlar. Yo'q, 299 ming so'm emas edi, chegirmalari hattoki 399 edi. Bayramona chegirmalar bo'lib ketdi bizda. Hurmatli teletomoshabinlar, ulguring, shoshiling, xaridlarni amalga oshiring. Bilasizmi, bu taqinchoqlarni taqqaningizda atrofdagilarga cheksiz mehr, iliqlik ulashadigan ayolni eng go'zal va eng kuchli ramzini ko'rgandek bo'lasiz. Ya'ni o'zingizda shu narsani his qilasiz demoqchiman. Masalan, aynan buni deylik shakla
qanaqadir romb uslubida. Romb uslubi nimasi bilan mashhur? Birinchidan bu hech qachon urfdan qolmaydi. Ikkinchidan bu masalan zirak qilib taqasizmi, uzuk qilib taqasizmi, marjon qilib taqasizmi, sizni qo'lingizni vizual darajada uzun ko'rsatadi. Uchinchidan, bunga o'rnatilgan toshlar romb uslubi bilan birgalikda uyg'unlashganda o'ta hashamatli, shohona ko'rinadi. Va aytib o'tmoqchimanki, aynan sizlarga o'zgacha go'zallik va demoqchimanki, yana shunaqangi bir zavq bag'ishlaydi. Qaysi ma'noda zavq bag'ishlaydi? Taqinchoqlarni taqishga bo'lgan zavq bag'ishlaydi. Zavqingiz bo'lmasa, xohishingiz bo'lmasa, million xil taqinchoq tursa ham uyda taqmaysiz. Albatta bunga xohish, istak, zavq va albatta did ham kerak. Ya'ni bizni didli ayollarimiz, bizni go'zal ayollarimizni umuman shubham yo'q buni go'zalligini e'tirof etishiga va buni sotib olishiga. Agar siz dunyodagi eng mashhur auksionlarga, butun dunyodan eng noyob va deylik o'sha antiqa vintaj asarlarni yig'uvchi afsonaviy brendlarni kataloglarga nazar tashlaydigan bo'lsangiz, aynan mana shunaqangi uslubda ishlangan juda ko'p qimmatbaho toshlarni ko'rishingiz mumkin. Qimmatbaho toshlardan ishlangan mana shunaqangi shakldagi taqinchoqlarni ko'rishingiz mumkin. Bilasizmi? Buyuk art deko davrini eslang. Masalan, buni rassomlar yaxshi bilishadi yoki tasviriy san'atdan dars beradiganlar juda yaxshi bilishadi. Gollivud divalari yoki qirollik oilalari tanlagan cheksiz dabdaba, mukammal geometriya va nozik oid uslubi hisoblanadi. Mana marhamat, mana ko'rishingiz mumkin. Buni mutaxassislar juda ham yaxshi bilishadi. Mana har bittasini qarang, unikal. Shakl o'sha romb saqlab qolingan, lekin yon tomonlari biroz o'yilgan yoki durlar bilan bezatilgan yoki kumush, qayerdadir tilla ishlatilgan, qayerdadir oq tilla, qayerdadir fionit, sirkon, qayerdadir esa brilliant ishlatilganligini ko'rishingiz mumkin. Lekin uslub o'sha, shakl o'sha, mana saqlab qolingan. Ya'ni bu yillar davomida umuman urfdan qolmaydigan shakl hisoblanadi. Shuning uchun ham sotib olsangiz umuman afsuslanmaysiz. Bilasizmi? Qoq markazda xuddi butun borlig'imizni yuragidek yirik va beg'ubor tiniq kristal porlab turibdi. Bu inson tanasidagi o'sha markazda joylashgan yurakni ifodalaydi. Atrofdagi toshlar esa boya aytib o'tdim, qon tomirlar, bizni hujayralar, o'sha tirikligimiz mahsuli bo'lgan aynan o'sha deylik har bitta bizni tirik a'zoyimizni belgilab turibdi. Ya'ni bu o'sha oila deydigan bo'lsak, oiladagi ayolni o'rni qanchalik muhim bo'lsa, bu ham xuddi shunaqa kabi juda ham chiroyli chuqur ma'noda ishlangan. Bu go'zalliklarimizga bor yo'q 1 daqiqagina vaqt berishar ekan. 1 daqiqa ichida esa sotib olishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. O'zbekiston Respublikasi bo'ylab barcha viloyatlarga yetkazib olib borib beramiz. Pulini xohlasangiz oldindan, xohlasangiz yetkazib berganimizdan so'ng to'lasangiz ham bo'ladi. Endi e'tibor bering. Ushbu markaziy toshdan taralayotgan har bir mukammal, nozik, nafis ishlangan qirralarga bir qarasangiz, ular shunaqa porlayaptiki, sizni nafaqat kayfiyatingizni ko'taradi, balki sizni o'sha shijoatingizni ham orttiradi. Sizga kuch, energiya kun davomida o'zgacha bir qandaydir bir yengillik berib turadi. Taqinchoqlar ham egasiga ham chiroy, ham energiya, ham shijoat beradi desam, bemalol ishonavering. Sababi taqinchoq taqmagan kunim bilan taqinchoq taqqandagi holatimni, kunimni farqi bo'ladi-da. Masalan, ziragim esimdan chiqib qolsa, taqmay kelgan bo'lsam, o'sha kuni g'alati bo'lib yuraman, nimamdir yetishmayotgandek bo'lib yuraman. Ya'ni demoqchimanki, siz ham har doim go'zal va betakror, didingizga mos, uslubingizga mos bo'lgan taqinchoqlarni o'zingizga hamroh qilib yuring. Endi marjonni olasiz 299 ming so'mga, uzuk ziraklar, qo'shimchasiga qo'l krem ham sizga sovg'aga jo'natiladi. Qo'l kremi marhamat, qo'lingizni namlantirib, oziqlantirish uchun kerak bo'ladi. Bayramona takliflarimiz mana shu yerda tugadi, lekin bizda qo'shimcha sizga mahsulotlar bor. Taklif qiladigan mahsulotlarimiz, ulgurib qoling, shoshiling, xaridlarni amalga oshiring. O'zbekiston Respublikasi bo'ylab barcha viloyatlarga yetkaziladi. Keling, hozir qisqa rolik ko'rib olamiz, so'ng esa qaytamiz. Bizdan uzoqlashmang. Diqqat! Agar o'zingizni holdan toygan his qilsangiz, magnit bo'ronlari yana bosimingizga ta'sir qilayotgan bo'lsa va boshingiz og'riyotgan bo'lsa, buni e'tiborsiz qoldirmang. Afsona qaytmoqda. Minglab odamlar bosh og'rig'i, meteosezgirlik va qon bosimi sakrashidan charchagan edi. Endi esa uni taqib yurishmoqda. Turmani magnit bilaguzigi bilan tanishing. Bu bilaguzuk O'zbekistonda mutlaq hit mahsulotga aylandi. Lekin bugun biz shunchaki uni 30% chegirma bilan taklif qilmaymiz. Sizni ajoyib sovg'a kutmoqda. Professional massajchi, butun tana uchun salomatlik quvvati massajori. Maxsus texnologiya asosida yaratilgan bu massajor sizni mutlaqo bepul yordamchingizga aylanishi mumkin. Va bu hammasi emas. Sizni yana bir sovg'a kutmoqda. Shoshiling, keling, yaxshi kayfiyat sirini ochamiz. U Turmani bilaguzigida ichida neodin magnitlari yashiringan. Ular oddiy magnitlardan 10 barobar kuchliroq ishlashi isbotlangan. Magnitlar kuchli magnit maydonini hosil qiladi va qon faolroq aylanishiga majbur qiladi. Har bir hujayrani kislorod bilan to'yintiradi.
bosim me'yoriga tushadi, yurak soat kabi ishlay boshlaydi va siz yana kuch-g'ayratni his qilasiz. Hatto tashqarida magnit bo'ron bo'lsa ham, siz bu bilaguzukni qo'lingizda deyarli sezmaysiz, ammo u har soniya sizni himoya qiladi. Bundan tashqari u juda chiroyli ko'rinadi. Lekin bu hali hammasi emas. Magnitlardan tashqari bilaguzuk ichida yana ikkita kuchli tabiiy salomatlik manbai mavjud. Turmani va germani. Turmani bu tirik energiya. Qon tezlashadi, ishlar kamayadi va siz xuddi endigina dam olib qaytgandek kuch-quvvat oqimini his qilasiz. Germani bu qon uchun mini sport. Yaponiyalik olimlarning aniqlashicha, u qonni kislorod bilan xuddi tog'larda sayr qilgandek samarali to'ydiradi. U toksinlarni ta'sirini to'sadi, immunitetni mustahkamlaydi va magnit bo'ronlari davrida yurakni himoya qiladi va bularning barchasi bitta hashamatli bilaguzukda. Agar sizni bosh og'rig'i, bosim, bo'g'imlardagi og'riq bezovta qilsa va qoningiz to'xtab qolgandek his qilsangiz, ahvol yomonlashishini kutmang. Turmani bilaguzugini bugunoq taqing va aynan hozir Turmani magnit bilaguzugi 30% chegirma bilan sizniki bo'lishi mumkin. Shoshiling, qo'ng'iroq qiling va buyurtma bering. Lekin afsonaviy bilaguzukka afsonaviy sovg'a ham kerak. Qarshi oling, sizning sovg'angiz hashamatli salomatlik quvvati massajori. Ayniqsa agar siz tishlar va oyoqlardagi og'irlik hissidan qiynalayotgan bo'lsangiz, oddiy massajchi qo'llari bu qurilma kabi chuqur ta'sir qila olmaydi. Bu texnologiya kosmonavtlar uchun yaratilgan bo'lib, endi u sizning uyingizda xizmat qiladi. U mushaklarni bo'shashtiradi va yillar davomida to'plangan charchoqni atigi 10-15 daqiqada yo'qotadi. Agar bilaguzukka buyurtma bersangiz, siz massajyorni mutlaqo bepul olasiz. Lekin bu hali hammasi emas. Har bir buyurtma bilan siz yana bitta magnit bilaguzugini olasiz. Kumush rang erkaklar uchun Turmani bilaguzugi. Dadangiz, turmush o'rtog'ingiz, o'g'lingiz yoki akangiz uchun, bularning barchasi siz uchun. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va 3 ta mahsulotni bittasining narxida ustiga-ustak chegirma bilan oling. Aks holda ertaga ularni alohida va 3 barobar qimmatroqqa sotib olishingizga to'g'ri keladi. Agar sizni bosh og'rig'i, bosim, bo'g'imlardagi og'riq bezovta qilsa va qoningiz to'xtab qolgandek his qilsangiz, ahvol yomonlashishini kutmang. Turmani bilaguzugini bugunoq taqing. Bosim me'yoriga tushadi, yurak soat kabi ishlay boshlaydi va siz yana kuch-g'ayratni his qilasiz. Hatto tashqarida magnit bo'ron bo'lsa ham, bugun hozir ayni damda siz 30% chegirma bilan ayollar Turmani magnit bilaguzugini olasiz. Kumush rangdagi erkaklar uchun Turmani magnit bilaguzugi bepul va salomatlik quvvati massajori mutlaqo bepul. Tasavvur qilyapsizmi? O'tkazib yubormang, hozirning o'zida qo'ng'iroq qiling va buyurtma bering. Turmanini so'raganlar qayerdasiz? Yana sotuvimiz keti o'z joyida. Sizdan esa qo'ng'iroq qilish talab qilinadi. Qarang, biz endi taklifimizni birozgina o'zgartirdik. Bizda yangi mahsulot qo'shilgan. Ahamiyat bering, bu yerda aynan salomatlik quvvati massajorini qo'shganmiz. Narx qanday bo'ladi? Feruza, osmondek narx qo'yib qo'ygandirsiz degan savolingiz bor bo'lishi tabiiy hol. Lekin unday emas. 249 ming so'm boshlang'ich narxi ayollar bilaguzugini olasiz. Biz sizga salomatlik quvvati massajori va mana buni taklif qilamiz. Erkaklar bilaguzugi narxi esa bor yo'g'i 199 ming so'm. Shoshilishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Juda ham sifatli bo'lgan mahsulotlar. Endi esa sizga bilaguzuk haqida ma'lumot beraman. Bilasiz, bizni bilaguzugimiz Turmani Nano magnitli bilaguzuk. Bu bilaguzukni sotganmiz, juda ko'p sotuvimiz ketib bo'lgan, juda ko'p insonlardan yaxshi iliq fikrlar olganmiz. Endi bu bilaguzukni siz sotib olyapsiz. Bu yerda qanday magnitlar bor? Bu yerda neodim magnitlari bor, Turmani bor, germani bor va ularning hammasi ijobiy ta'sir ko'rsatadi bizni organizmga. Qaysi ma'noda? Misol uchun, neodim magnitlari bor bo'lgan mana shu bilaguzugimiz oddiy magnitlarga nisbatan 10 barobar ko'proq ta'sir qiladi. Ya'ni magnitlar kuchi magnit maydonini hosil qiladi va qonni faolroq aylanishga majbur qiladi. Har bir hujayrani kislorod bilan to'yintiradi. Bosim shuni hisobiga me'yorga tushadi. Yurak soat kabi ishlay boshlaydi va siz yana o'sha o'zingizdagi kuch-g'ayratni his qilishni boshlaysiz. Shu bilaguzukni qo'lingizga taqqaningizda birinchidan sizga foydasi tegadi, ikkinchidan bor yo'qligi umuman bilinmaydi. Ya'ni taqib olganingizni unutib ham yuborasiz. Ya'ni plus sizga buni albatta salomatligingizga ijobiy ta'sir ham bo'ladi. Endi neodim magnitlar haqida aytib o'tdim. Qon faolroq aylanadi, magnit maydonini hosil qiladi deya. Bu yerda yana bitta magnit bor, Turmani bor. Turmani magnitini yaxshi tomoni shundaki, bu siz uchun tirik energiya hisoblanadi. Qon tez aylanadi, ishlar kamayadi. Siz xuddi bilasizmi, sanatoriyadan yoki bo'lmasam deylik qanaqadir bir chet davlatdan dam olib qaytgandek o'zingizni his qilasiz. Plus bu yerda Germaniya
Turmani magniti ham bor ekanligini aytib o'tmoqchiman. Germaniya albatta yaponiyalik olimlarning fikriga ko'ra aniqlashiga qaraganda u kislorod bilan xuddi tog'larda sayr qilgandek samarali to'ydiradi organizmni, toksinlarni ta'sirini to'sadi, immunitetni mustahkamlaydi va magnit bo'ronlari davrida mana yuragimizni qanaqadir bir xastaliklardan himoya qiladi deb aytib o'tgan ekanlar. Endi mana shu ayollar bilaguzugini sotib olyapsiz, erkaklar bilaguzugi sovg'a bo'lyapti, plus sizga salomatlik quvvati bo'lgan mana shu massajyor ham sovg'a bo'lyapti. Buni 3 ta nasatkasi bor, 3 xil nasatkalari bor. Ya'ni siz qayeringizni, mana oyoqlaringizni bo'g'im qismlari, mushaklari, yumshoq, qattiq qismlarini misol uchun uqalashingizga qarab aynan bu sizga yordam beradi. Ya'ni mana shu uch qismini almashtirasiz. Mana yoqib ham ko'rsatib beraman sizga. Qarang. Shunaqangi yoqimli. Buni qattiq uradi deb o'ylashingiz mumkin. Yo'q. Mana deylik mushaklarni uqalaganingiz, voy, shunaqangi mazza ekan. Voy, mana kaftlarda qancha nerv tomirlari bo'ladi? Aynan shu, mana qarang, voy. Meni mana shu yerim og'riydi, og'ir narsa ko'tarsam, masalan, mana qarang. Shunaqa mazza qilyapman. Voy, ana. Bitta tugma bilan ochasiz, yopasiz. Ya'ni qattiq bosib tursangiz bitta tugma orqali ishlaydi va sizni o'sha mushaklaringiz umuman olganda yana ham bundan ham qattiqroq uqalashi mumkin ekan, o'rtacha va yana mayinroq ham uqalashi mumkin ekan va bemalol quvvatlantirib buni yana ishlataverasiz. Hurmatli teletomoshabinlar, hoziroq qo'ng'iroq qiling. Bu nima vazifani bajaradi? Agar sizda shishlar, oyoqlarda og'irlik hissi bo'layotgan bo'lsa, oddiy massajchi misol uchun qo'llari bilan qattiq uqala olmasligi mumkin, yoki bo'lmasam sizga yetarli darajada uqalab bera olmasligi mumkin. Shunday paytlarda sizga bu qurilma juda ham yaxshi ta'sir qiladi. Bu texnologiya kosmonavtlar uchun ishlab chiqarilgan ekan. Oho! Endi u sizni uyingizda xizmat qiladi. U endi sizni misol uchun deylik mushaklaringizni bo'shashtiradi. Necha yillar davomida misol uchun sizda zo'riqish, qotishlar paydo bo'lgan bo'lsa, mushaklarda o'sha mushaklarni qotishlarini yumshatishiga 10-15 daqiqagina yetar ekan. Tasavvur qilyapsizmi? Aynan mana shu qurilmani sizga tavsiya qilamiz. 4 xil nasatkasi bilan birgalikda qarang. 199 ming so'mga bizdan Turmani magnitli bilaguzugini olasiz. Qon bosimini me'yorga keltirishga yordam beradigan bilaguzugini olasiz. Erkaklar bilaguzugi doimgidek sovg'a, plus sizga mana bu salomatlik quvvati massajori ham albatta sovg'aga jo'natiladi. Shoshilishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Yurak, qon aylanishi, bo'g'imlar, energiya bilan bog'liq muammolaringiz bor bo'lsa, aynan mana shu mahsulotlarni sizga taklif qilgan bo'lardim. Xo'sh, umumiy hisobda sizlarga hozir bor yo'g'i 2 daqiqa, yo'q, 3 daqiqa vaqt berishar ekan. 3 daqiqa ichida sotib olishga ulguring. Men esa tushuntiraman qanday qilib olishingizni. Qarang. Demak, 55 kodi bilan 520 2033 raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz. Bizdan Turmani, Nano Turmani magnitli bilaguzugini sotib olasiz. Yoki Turmani yoki magnitli bilaguzuk desangiz ham bo'ladi operatorlarga. Ayollar bilaguzugini sotib olasiz, erkaklar bilaguzugi sovg'a. Plus sizlarga mana bu salomatlik quvvati massajori ham jo'natiladi. Salomatlik quvvati massajori agar sizda ishlar, oyoqlaringizda og'irlik hissi qiynayotgan bo'lsa, masalan, aynan shunday paytlarda yordam beradi. Buni texnologiyasi yuqorida aytib o'tganimdek kosmonavtlar uchun o'ylab topilgan. U mushaklarni bo'shashtiradi, yillar davomida to'plangan charchoqni bor yo'g'i 10-15 daqiqada aynan tarqatishga yordam beradi. Agar bilaguzukka buyurtma beradigan bo'lsangiz, tabiiyki sizga yana bitta bilaguzuk va mana shu massajyor, ya'ni salomatlik massajori qo'shib yuboriladi. Shoshilishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Masalan, buni o'zingizga olsangiz, hurmatli ayollar bilaguzugini, erkaklar bilaguzugini dadangizga, akangizga, ukangizga yoki bo'lmasam turmush o'rtog'ingizga, o'g'lingizga sovg'a qilsangiz bo'ladi. Plus mana shu massajyorni esa ota-onangizga sovg'a qilish uchun ideal sovg'a deb ayta olaman. Misol uchun, ota-onalarimizda hamma narsa bor-da, nima sovg'a qilishni bilmaymiz. Masalan, tilla olib beraylik desak bor, onalarimizda, dadalarimizga misol uchun texnika qanaqadir narsalar olib beraylik desak bor yoki umuman olganda balki ishlatmasliklari mumkin va hokazo. Lekin mana bunaqa massajyorlar albatta har bir uyda bo'lishi kerak. Deylik, mushaklar qotib qolishi hammada ham sodir bo'ladi, issiqdan sovuqqa kirish, yoki bo'lmasam misol uchun yillar davomidagi bo'g'imlar og'riqlari yoki bo'lmasam og'irlik ko'targanimizda qayrimizdir og'rib qoladi, belimiz tortilib qoladi. Qo'limizda mana shu yumshoq qismlari og'rib qolishi mumkin. Aynan shunday paytlarda bunaqangi massajyorlar tabiiyki bizga yordamga keladi. Hoziroq qo'ng'iroq qiling, xaridlarni amalga oshiring. Siz bittagina ayollar bilaguzugini sotib olasiz, erkaklar bilaguzugi bilan salomatlik quvvati massajori sizga mutlaqo bepulga sovg'aga jo'natiladi. Shoshilishingizni esa tavsiya qilgan bo'lardim. Bor yo'q 1 daqiqa vaqtingiz qoldi. Ba'zilar aytadi, qanday qilib buyurtma beraman, nima deb aytaman deyshadi. Yana bir marta tushuntiraman. Siz Zargar Shopni tomosha qilyapsiz Navoiy telekanalida. Telefon raqamlarimiz esa 55 520 20 33. Raqamni terasiz, operatorlar labay deb javob berishganida ularga albatta mana shu Turmani bilaguzugini sotib olmoqchiman, Nano
turmaniy bilaguzugini teysiz. Mana bu erkaklar bilaguzugi ichida magnitlari bor erkaklar bilaguzugi sizga sovg'aga jo'natiladi. Plus mana bunaqa salomatlik quvvati massajyor 4 xil nasatkasi bilan 4 xil qismlarga ajratib, misol uchun bularni bemalol ishlatsangiz bo'ladi. 26 soniya vaqtingiz qoldi. Ulguring, shoshiling, xaridlarni amalga oshiring. O'zbekiston Respublikasi bo'ylab barcha viloyatlarga yetkazib olib borib beramiz. Pulini oldindan yoki yetkazib berganimizdan so'ng tekshirib sotib olsangiz ham bo'ladi. Bu yerda 4 xil magniti bor, ya'ni turmaniy bor, neodin magnitlari bor va umuman olganda o'sha germaniy magnitlari hammasi mujassam bo'lib, sizlarga albatta yordam beradi qon yaxshi aylanishiga, qon bosimini me'yorga keltirishiga va umuman salomatligingizni yaxshilashga. Hurmatli teletomoshabinlar, bitta mahsulotga pul to'lang, ikkita mahsulotni mutlaqo bepulga sovg'aga qo'lga kiriting. Endi keling yana bitta rolik ko'rib olamiz, so'ng esa qaytamiz. Eng qizg'in sinov. O'zbekiston yoziga xush kelibsiz. Bu yerda jazirama, havo dimligi va quruqlik sizning doimiy hamrohingiz. Sinovdan qanday o'tishingizni hoziroq bilib oling. Ronic Everest havo sovutgichini taqdim etamiz. Sizning shaxsiy salqinlik va qulayligingiz siz uchun 50% chegirmasi bilan 8 litrlik katta idishga ega yangi model. Ventilyatorlar haroratni pasaytirmasdan shunchaki issiq havo va changni aylantirganda Ronic Everest buning aksini qiladi va bundan ham ko'prog'ini. Noyob gidrosovutish va filtrlash texnologiyasi tufayli u nafaqat sovutadi, balki havoni namlab, hatto tozalaydi ham. Hamyonbop narxda 3 karra ko'proq qulaylikni sizga taqdim etamiz. Ishonmaysizmi? Meteostansiya buni isbotlashga imkon beradi. Ronic Everest bilan harorat tez orada 10 darajaga tushadi. Namlik esa aksincha yanada qulayligingiz uchun ko'tariladi va o'rnatish yoki elektr uchun katta sarflar bilan bog'liq muammolar ham bo'lmaydi. Sizga faqatgina suv kerak bo'ladi xolos. Idishga suv quying, havo oqimining tezligini tanlang, salqinlik tugmasini bosing. Tayyor. Sovuq va toza havo oqimini his eting. Jaziramada Ronic Everest xaloskoringizga aylanadi. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va hamyonbop narxda Ronic Everest havo sovutgichiga buyurtma bering. Hoziroq buyurtma bering va siz 50% chegirmani qo'lga kiritasiz. Oddiy ventilyatorlar haroratni pasaytirmaydi. Konditsionerchi sovutadi, lekin uning qimmat narxi va o'rnatilish murakkabligi hammaga ham to'g'ri kelmaydi. Ammo Ronic Everest bor-ku, nima ham bor? Hamyonbop narxda darhol ishga tayyor va aynan sizga kerak bo'lgan joyda qulay salqinlikni ta'minlaydi. Eksperiment chapda pendan Everest tomonga issiq havo oqimi, harorat 45 daraja. O'ngda Ronic Everest salqin havo chiqyapti. Harorat 25 daraja. Yana isbotlar kerakmi? Konditsioner o'rtacha 1000 watt iste'mol qilsa, Ronic Everest faqat 80 watt iste'mol qiladi. Xuddi oddiy chiroq kabi. Qancha tejashingizni tasavvur qiling. Katta 8 litrli idish kun bo'yi yoki tun bo'yi suv darajasini doim tekshirmasdan va tashvishlanmasdan salqin havodan bahramand bo'lishingizni ta'minlaydi. Ronic Everest g'ildiraklar va maxsus tutqichlar tufayli osongina u xonadan bu xonaga ko'chirilishi mumkin. Uni hatto bolalar xonasiga ham qo'ysangiz bo'ladi. Ronic Everest konditsioner kabi zararli freon ishlatmaydi. Everestdan bolalar umuman shamollamaydi. Soxta mahsulotlardan ehtiyot bo'ling. Ronic Everest asl mahsulotiga ishonchli va sifatli kafolat bilan buyurtma bering. Ronic Everest havo sovutgichiga 50% gacha chegirma amal qilganda tezroq buyurtma berishga ulgurib qoling. Ronic Everest sovutadi, namlaydi va hatto havoni chang va allergenlardan tozalaydi. Siz uchun 3 barobar qulaylik. Jaziramada faqat Everest idishini suv bilan to'ldiring. Havo oqimi tezligini tanlang va salqinlik tugmasini bosing. Tayyor. Yanada sovuqroq bo'lishni xohlaysizmi? Sizga muz uchun maxsus idishlarni hadya etamiz. Ularni sovutgichga qo'ying va yanada ko'proq salqinlik olasiz. Bu kuchli tetiklantiruvchi shabadaga e'tibor bering. Siz hatto uning yo'nalishini ham tanlasangiz bo'ladi. Shu bilan birga Everest chovqinsiz ishlaydi. Kunduzi chalg'itmaydi, tunda esa uyqungizni buzmaydi. Orzuyingizdagi bebaho salqinlik haqiqatga aylanadi. Bunga 10 minglab mamnun mijozlarimiz allaqachon amin bo'lishgan. Soxta mahsulotlardan ehtiyot bo'ling. Ronic Everest asl mahsulotiga ishonchli va sifatli kafolat bilan buyurtma bering. Jaziramada Ronic Everest xaloskoringiz bo'ladi. Uyingizda salqin havoga erishish juda ham oson. Ronic Everest havo sovutgichiga buyurtma bering va siz uni 50% chegirma bilan olasiz. Keyinga qoldirmang. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va buyurtma bering.
Demak, hurmatli teletomoshabinlar, Ronika Everestga navbat yetib keldi. Yozni jaziramasi uchun ayni muddao bo'lgan mahsulot deb ayta olaman. 699 ming so'mdan zo'r narxga olishga ulguring, sababi hozir 4 daqiqaning ichida qo'ng'iroqlar yog'ildi. Nega? Sababi juda ham kam elektr energiyasini iste'mol qiladi. Ko'tarib yurishga, xonadan xonaga ko'chirishga juda ham qulay. 8 litrli suv sig'imi esa 12 soatdan 14 soatgacha yetib beradi. Bu degani kechasi siz buni aynan suvga to'ldirib qo'yganingizda ertalabgacha bemalol yetadi degani. Bundan tashqari shovqinsiz ishlaydi. Bolalar yotoqxonasigami, kattalar yotoqxonasigami, ota-onangizgami olib bersangiz umuman muammo bo'lmaydi. Ya'ni shovqinsiz ishlagani hisobiga kechasi uxlashga ham xalaqit bermaydi. Bundan tashqari, agar siz havoni nafaqat sovutmoqchi, balki namlamoqchi, yana ham bir muzdekroq havoni istayotgan bo'lsangiz, ichiga muz solsangiz bo'ladi. Bularni ishlatish rejimi juda ham qulay, yoqasiz. Misol uchun, mana bu yerda eksperiment o'tkazilgan. Ahamiyat bering, issiq havo 45 daraja va namlik 19%. Ko'rdingiz-a? Endi mana Ronika Everestda ahamiyat bering, 25 daraja havo harorati, namlik esa 40%. 40% esa ideal havo harorati, havo namligi hisoblanadi. O'zi havo namligi 40 dan 60 gacha bo'lishi kerak aslida. Bu yerda esa 40 ni ko'rsatyapti. Bu esa juda ham yaxshi degani. Ko'ryapsiz-a? Siz aynan buni sotib olganingizda nafaqat havoni muzlatasiz, balki sizni xonangizdagi havo namlanishi hisobiga nafas olish yengillashadi. Mana qarang, havo quruq bo'lsa, nafas olish qiyin bo'ladi, burun bitadi, burun oqadi va hattoki allergiklar juda ham qiynaladi bu borada, bilasiz-a? Mana burnimiz ichi tez-tez to'lib qoladi. Agar havo harorati quruq bo'lsa, agar nam bo'lsa, nafas olishimiz yengil bo'ladi, kechasi uxlash ham juda ham yaxshi bo'ladi. Ya'ni uyqu ham joyida bo'ladi. Demoqchimanki, siz agar bu Ronika Everestni olsangiz, nafaqat havoni muzlatasiz, balki havoni namlashi bilan va bundan tashqari allergenlarga ham foydasi tegadi. Demak, 55 kodi bilan 520-20-33 raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Ronika Everestni sotib olganingizda biz sizga sirli sovg'ani ham jo'natamiz. Sirli sovg'ani operatorlarga qo'ng'iroq qilib bilib olsangiz bo'ladi. Aynan bu Ronika Everestimizga buyurtma berganlar juda ko'pchiligi sirli sovg'aga ham ega bo'lishdi va bu sovg'a, to'g'risini aytsam, meni ham xursand qilgan bo'lardi. Misol uchun, kimgadir qo'ng'iroq qilsamda, narsa olish uchun sizga sirli sovg'a ham boradi deyishsa, bu albatta yaxshi. 55 kodi bilan 520-20-33 raqamlarimizga bemalol bog'laning. Mabodo dasturimiz tugagandan keyin ham bog'lanib, qo'ng'iroq qilib xaridlarni amalga oshirsangiz bo'ladi. Aytgancha, yengillik jihatidan aytib o'tmoqchiman. Xonadan xonaga ko'chirib o'tkazish mumkin. Ko'tara olmasangiz g'ildiragi bor, 8 litr suv sig'imi sig'adi va bundan tashqari umuman olganda sovuq suv solganda havoni yaxshiroq salqinlatib beradi. Agar muz solsangiz, undan ham yaxshiroq salqinlatib beradi. Elektr energiya sarfini aytib o'tmoqchiman. Atigi 60 vatt ekan. Bu misol uchun bitta lampochka yoki ventilyator sarflaydigan elektr miqdoriga teng degani. Endi ishlash muddati to'liq suv idishi bor bo'lganida uzluksiz 12-14 soatgacha ishlab berishi aytilgan. O'zbekiston bozori uchun 699 ming so'm bu zo'r narx. Aytgancha, qalbaki mahsulotlardan ehtiyot bo'lishingizni so'rab qolgan bo'lardim. Bizda original Ronik Everest va bundan tashqari 1 yil kafolati bilan sizni uyingizga jo'natamiz. Bilasizmi, ushbu qurilma ichidagi maxsus filtrlarni suv bilan namlaydi, ventilyator orqali havoni haydaydi, suvni bug'lanishi hisobiga havoni salqinlatadi. U havoni bir vaqtning o'zida ham salqinlatadi, ham namlantiradi. Shuni hisobiga ham oddiy insonlarga ham va allergiyasi borlarga ham juda ham yaxshi ta'sir qiladi. Misol uchun, konditsioner olaman desangiz, birinchidan qimmat, ikkinchidan bitta joyga o'rnatib qo'yasiz, bitta joyga qarab turadi. Uchinchidan bolalarga xavfli hisoblanadi, yosh kattalar ham konditsionerdan qochishadi, bilasiz, va to'rtinchidan esa umuman olganda ko'proq elektr energiyasini sarflaydi. Lekin Ronika Everestni olsangiz, ham bu qurilmani boshqa xonaga ko'chirib o'tkazish mumkin, ham qulay, ota-onalarga, bolalarga mumkin, havoni namlab ham beradi va umuman olganda sizga elektr energiyangizni ham tejashga yordam beradi. Hozirroq qo'ng'iroq qiling, xaridlarni amalga oshiring. G'ildiraklari borligi sababli uni uydan ofisga yoki xonadan xonaga yoki misol uchun shartta ko'tarib dala hovliga dam olishga ketayotgan bo'lsangiz, dala hovlingizga ham olib ketsangiz bo'ladi. Yana shunaqa tomoni borki, devoriy konditsionerlarga qaraganda tokni kam sarflashini aytib o'tdim. Keyin O'zbekistonning yozdagi quruq iqlimi uchun aynan buni namlab beruvchi havosi bizni nafas olishimizga ideal hisoblanadi. Hozirroq qo'ng'iroq qiling, xaridlarni amalga oshiring. O'zbekiston bo'ylab barcha viloyatlarga yetkaziladi. 55 kodi bilan 520-20-33 raqamlariga qo'ng'iroq qilasizda, aynan mana shu Ronika Everestni sotib olsangiz, qo'shimcha sirli sovg'a ham sizning uyingizga bu sovutgich bilan birgalikda yetkazib beriladi. Sovg'ani bilish uchun esa operatorlarga qo'ng'iroq qilishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Aytishingiz mumkin, namlik beradi deysiz, qani deyishingiz mumkin. Mana video lavhada ko'ryapsiz, issiq havo harorati bilan Ronika Everestni havo haroratini ko'ryapsiz. Ikkalasi ham havo chiqaryapti. Bittasida 45 gradus issiq, namlik 19%.
qani, chap tomonida. O'ng tomonida 25 gradus havo harorati, bu yosh bolasi bor uylar uchun ideal havo harorati hisoblanadi. 40% namlik. Bu 40 bilan 60 gacha bo'lgan havo namligi uyda bu yaxshi namlik hisoblanadi. Agar 40 gacha yoki 60 dan oshgan bo'lsa, bu uyda demak nafas olish juda ham qiyin bo'ladi. Ya'ni burun bitadi, bosh og'riydi, qandaydir bir odam o'zini lohas yomon his qiladi. Shuning uchun ulgurib qoling, 55 kodi bilan 520 2033 raqamlariga qo'ng'iroq qiling. 699 ming so'mga bizdan Ronik Everestni sotib olsangiz, biz sizlarga aynan sirli sovg'ani ham jo'natamiz. Sirli sovg'ani operatorlarga bog'langaningizda bilib olasiz. G'ildiraklari borligi hisobiga yon atrofga, qo'shnilarga, umuman qo'shnixonalarga, umuman boshqa uylarga ham ko'chirib olib ketish juda ham qulay hisoblanadi. Ayniqsa elektr energiyasini tejashi bu alohida mavzu, ya'ni bor yo'g'i 60 vattgina iste'mol qiladi. Bizga ajratilgan vaqt mana shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz. Xaridingiz uchun rahmat. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Porloqlik, ranglar va dizaynlar, ko'nglingizni lom qoldiradigan go'zallik, haqiqiy qimmatbaho toshlar, qimmatbaho kumush o'ramida. Har bir ayolning orzusi. Undan yaxshirog'i nima ham bo'lishi mumkin? Faqatgina ushbu nafis hashamatga maxsus eksklyuziv takliflar, ajoyib narxlarda haqiqiy zargarlik durdonasiga ega bo'lish imkoniyatini qo'ldan boy bermang. Efirlarimizni kuzatib boring. Tez kunda